to'ylara tayyorlanib boramiz, o'zlarimiz qaraymiz. To'g'risini aytsam, boshdagi zapislarimni eshitsam gulasim keladi. Siz uchun eng yaxshilari Nescafe Gold. Boshqa to'yda ko'rgan olsa, u qo'shimchalarimizdan ham ko'rgan bo'ladi. Har shu ishni aytgan vaqtingizda haz etasizmi? Misol uchun, ko'nglingiz joyina tushami? Bu vog'irdilardan xoridim, gulib yur. Gulib yurish kerak. Chunki sen ishonchli ekanligingni bilasan. Viktor bir to'yni $100 sotib beraman bo'lsa, shunda bir oyda $3000 topadi ekan. Yigitlar biroz qiyinroq, bizning kasbimiz. Yigitlar o'zi natija ko'rsatishi kerak. Shu ham bor. Qizlarimiz bo'lsa, sal yengilroq. Uni ijodini tanbaras, sohani tanlashni o'zini aldidan maqsad qilgan yoshlarga maslahat bersangiz. Mana 10 yillardan keyin bir nerlardadir bir intervyu bersam, bu so'zlarimizni, bu fikrlarimni mutlaqo tersini aytishim mumkin. Maqsadimiz o'zining ilmi, salohiyati, tirishqoqligi, mashaqqati, sabri orqali ma'lum muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ommaga tanishtirishdan iborat. Hech kim va hech qachon bu loyihaga ma'lum mablag' evaziga chaqirilmaydi. Assalomu alaykum. Bugun Orientir podkastimizni navbatdagi soni Instagramda o'tirgan oprosimiz bo'yicha ko'pchilik odam suxandonlikni tanladi. Shuning uchun ham bugun hammaga mashhur bo'lgan Feruzbekni chaqirdik. Nechun aynan Feruzbekni tanladik? Bundan ham tajribali yoki yoshi katta suxandonlarni tanlasak bo'lar edi. Lekin ularning natijalari uzoq tuyulishi mumkin. Men bu loyihani boshlagan vaqtimda iloji boricha yosh mutaxassislarni chaqirishga harakat qilaman. Sababi yosh mutaxassislar yaqinroq ham qiziqarli bo'lib tuyulishi mumkin. Shularni ko'rgan vaqtimda men ham shu narsa qo'limdan keladi ekan, aynan shularni muvaffaqiyatga erishgan formulalar bo'yicha loyihamiz davomida suhbatlashib borishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Feruzbek. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, zo'r. Biza birinchi ko'rishpasak bo'lading. Assalomu alaykum. Bizani kuzatib turgan aziz yurtdoshlar, Muhammad Yoqub ta'kidlab o'tganidek, men o'zi to'g'risi podkastga chaqirgan vaqtimda tajribaliroq odamlarni chaqirsang bo'lmaymi? Misol uchun bizani ustozlar bor, bular yo'l yo'rib ko'rsatsalar bo'lmaymi degan gapni aytganimda, hozirgacha ya'ni qisqa muddatda qaysidir ma'noda bir natija ko'rsatgan bo'lsak agar, shu natijaga erishgan yoshlarni chiqarib turibmiz asosiy degan uchun rozi bo'lib keldik. Aynan shular ularga ongsiz tuyulishi mumkin-da. Balkim manfaatli bo'lsa so'namiz. Siz hozir yaxshimisiz? Yaxshimi? Zo'r. Podkastning adi Orientir. Demak, shu kasb tanlashga bir orientir berasizlar, yo'nalish berasizlar. Ya'ni masalan, yoshlar qaysidir bir sohani mutaxassislarni ko'rib turib, o'zi orientirda ham ma'lum bir yo'nalish tanlash deganda, yo'nalish tanlab turib shunga qarab borish degani. Sababdan ham masalan bizda chiqadigan mutaxassislar ularga bir mayoq vazifasini bajarish kerak, shularga qarab yursak bo'ladi ekan degan ma'no chiqishi kerak. Zo'r. Maqsad zo'r. Bardavomlik tilayman. Chunki hozircha ko'p podkastlar bo'lgan, intervyular bo'lgan, nechundir bizada Xorazmda bu davomiy bo'lmaydi. To'liq maqsadini erishmaydi, yo bo'lmasa bilmayman, nechunligini bilmayman. O'zim ham bir podkast tashkil etish rejam bor edi, lekin hali qo'limda eminibdi. Endi bizga xudo xolasa, yana bir 100 sonlaridan ko'rish o'tirish nasib etsa, uzoq muddatli maqsadni oldimizga ko'pmiz. Zo'r. Ko'ramiz. Shunda Feruzbek bizga eng boshida o'zingiz to'g'risida qisqacha tanishtirib bersangiz. Men adım Feruzbek, familiyam Rahimov. Suxandonlik yo'nalishida 8 yildan beri faoliyat yuritaman. O'zi suxandonlik, boshlovchilik, shoumenlik, diktorlik, bular hammasini bir xil inson deb o'ylaydi ko'pchilik, lekin bular bizning sohamizdagi yo'nalishlar bular hammasi. Shu yerda qisqacha mindirsangiz, uni podkast davomida gaplashamiz-da. Gapirish mumkin. Bo'ldi. Men shuning uchun ham masalan suxandon chiqarajakman degan vaqtda sizga
Başka suxandan taklif etsem bo'lmaymi dedingiz-ku, shu vaqtda men aytdim, O'zbek suxandan emasmi ekan deb o'ylab qoldim shu vaqtda. O'zi qachon tug'ilgansiz? 1998-yil 28-fevralda Urganch shahrida tug'ilganman. Maktabdan keyin kollej. Hozir xalqim tili bilan aytganda, o'zi shu vaqtda 39-kollej deyiladi. Sanoat kasb-hunar kolleji, san'at emas, sanoat kasb-hunar kolleji. Bundan keyin O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini aktyorlik yo'nalishi bo'yicha o'qishim hali davom etib turibdi. Hali o'qib turibmisiz? Nechanchi kurs? Hali o'qishda, xudo xolasa, 4-kurs. O'zi yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? To'g'risini aytsam, men shu kollejni bitirincha bo'lgan vaqtda qaysi yo'nalishni tanlashni bir qarorga kelib olmaganman. Shuning uchun menimcha bu podkast ham shuning uchun manfaatli bo'ladi. Chunki shu yoshgacha, masalan 16 yosh, 18 yoshgacha ko'pchilik masalan umrbod o'zini kerakli, o'zini yoqadigan kasbni tanlab bilmasligi mumkin. Lekin ular vaqtida yo'nalish berilsa, menimcha bu hamma yaxshi bo'ladi. Kelajak uchun yaxshi bo'ladi. Men hozir masalan aynan o'zi diktorlik to'g'risida gap ketganda, men imenin deb hisoblayman, balki mening fikrim xato bo'lishi mumkin. Masalan, yoshlar aynan bir sohani tanlaydi. Agar shu sohada o'zini ko'rib bilmagandan keyin yoki bir o'qishga kirishni qaysidir bir ma'noda ishi o'xshamagandan keyin, to'xta, men ovozim ham yaxshi-ku, diktor bo'lsam bo'lmaymi deb turib, ya'ni ikkinchi variant sifatida ko'ramlar diktorni. Men shu fikrim to'g'rimi yoki xatomi? Ko'pchilik shunday ekan. Meni bu sal xafa etadi, to'g'risini aytsam. Chunki men kasb deb tanlaganman. Mayli bir 16 yoshimda bo'lsin, 18 yoshimda bo'lsin, kasb deb tanlaganman. Lekin shungacha bo'lgan, birinchi savolingizni davom ettirib qo'ysam, shungacha masalan davlat organlarida ishlash, masalan, meni niyatim bo'lgan, orzuyim bo'lgan, o'zing ham xabaring bor. Muhammad Yoqub bilan birga biz tarixga podkursga borganmiz. Podkurs vaqtidan beri danishmiz. Podkurs vaqtidan beri danishmiz. Maqsad shu vaqtida birinchi maqsadim organ militsioner bo'lish o'zi edi. Keyin sog'liq o'rgangandan keyin yo'nalish o'zgarib, masalan, tarix yo'nalishini topshirish rejam bor edi shu vaqtida. Men ham aynan shuni aytib turibman-da, aynan aslida sizni o'zingiz ham boshda harbiy bo'lishni istab turib, keyin durasa unda o'xshamasa diktor bo'ldim degandan gap chiqib turibdi-da. Mening qaraganda masalan diktorlik xalq tomonidan ham o'zi topish tutish tomondan ham birinchi o'ringa qo'ysa bo'ladigan arziydigan kasb-da. Lekin to'g'ri. Yani o'zi nayimizni tushundingizmi? Savolni tushundim. Ya'ni ikkinchi darajali bir hobbi sifatida qoladi ko'pchilikda diyeceksiz. Shuni nasi nima deb o'ylaysiz sababi? Ko'pchilik biladi, eshitgan, ko'proq hobbi odamni boy qiladi. Chunki uni yaxshi ko'rib o'tasan. Yo'q, o'zi masalan, nechun shuni asosiy kasb sifatida masalan bir 16 yoki 15 yosh bola men bo'ldim, men diktor bo'laman deb turib shu bo'yicha ketmaydilar. Menimcha hammasi bizdan shu yosh vaqtimizdan, misol uchun kimga qarab havas etamiz biz. Shundan kelib chiqsa kerak. Misol uchun 15 yosh bola hali menimcha bir to'liq bir qarorni qo'yib, o'zini gapini ma'qullaydigan darajada erkin bo'lmaydi. Shuning uchun yo'nalish to'g'ri tanlashni bilish kerak, lekin men o'zimdan misol ayiradigan bo'lsam, yosh vaqtlarimizda televizor ko'rilardi, endi biz internet islabiy vaqtda dunyoga kelganmiz, no'yida yashaganmiz, yoshligimiz shunday bo'lgan. Endi internet kirib kelayotgan vaqtda to'g'ri kelgan, lekin televizor ko'rish trendda bo'lgan vaqtlarda. Shu vaqtda hamma yodingizda bo'lsa, Yoshlar telekanalida anonslar ovoz berar edi. Nur Muhammad Isroilov degan ovoz. Nur Muhammad Isroilov degan odam ovozlashtirgan anonslarni albatta yoshlarda deb. Albatta yoshlarda dedi. Shuni izindən takrorlab yurganman-da shu vaqtlardan. Lekin men umuman xayolimda bo'lmagan, boshlovchi bo'laman, shu kasbni tanlayman, shu yo'nalishni tanlayman degan narsa shu vaqtida kelganda bo'lmagan. Lekin reklamalar chiqsa, reklamalarni qoldirmay ko'radi odamlardanman men. Shu vaqtida shunday bo'lganman. Reklama ko'rib o'tirsangiz? Azat reklama ko'rib o'tirsam, arasına serialni ko'rar edilar. Shuning bo'lgan.
izinlamasdan reklama ovozlarini takrorlar edim. Ishqilib yoqaradim ovozi dim jarangli. Hammamizni quloqimizda qolib ketganda u ovoz. Hozir ham legendarniy ovozlardan. Shu vaqtdan xavos bo'lgan. Balkim yaratgan shu vaqtida qalbimizga sag'andi shu kasbni. Keyin boshlovchilarni ko'rsak, masalan, avval davlat tadbirlari, Navro'z mustaqillik bayramlarimiz, katta konsertlarda bo'lar edi, konsert zallarida bo'lar edi. Shularni ko'rib, boshlovchilarni ko'rib havasat turardim, og'zini qarab turardim hammasi. Lekin shu vaqtda masalan kuzatgan vaqtingiz ham oxirgacha men Suxandan bo'lsam kerak deb yo'q. Umuman. Hayolim ham kelmagan. Keyin men bekardan kollejimni adını aytib o'tganim yo'q. Bu nima deydi? Bir bormasam bo'ladi, kollej deyin gapadi. Shu vaqtlarda endi gapim chala to'g'ri, chala xato. Lekin bu haqiqat edi. Haqiqat. Prosta topshirib turib podkursga boriladi, kollejlardan edi. Shu vaqtimda qo'noqlar va zikkolar, KVZ deymiz. Endi biz xalq tilida shu KVZda qatnashib yurganmiz bizlar ham, shu yerda boshlovchi bo'lib chiqqanman. Lekin eng qiziqi borku, maktab davrlarida men biron marta sahnaga chiqib mikrofon tutib ko'rgan bola emasman. Biron marta. Shu muhimmi? Kollej nechikdir shu iqtidor. Imkoniyatni yaratib berdi. Bir kichkina iqtidorimiz bor ekan, shunga bir durtki barabarda shu KVZ. U yerda ham chiqishlarimiz yaxshi edi. Endi o'zlarimizcha, yosh bolalarcha fikrlidan bo'lsak, yaxshiroq edi. Keyin shu vaqtimda, masalan, kollejdagi ustozlar aytgan, sen bir to'ylarga chiqmaysanmi? Chiqib ko'r, ovozing bor seni. Yo'q, men chiqmayman, minisa bo'lamanman, men falanning bo'laman. Planlarim boshqacha deradim-da. Haligacha inson hayron qolaman shuni deganim uchun-da. Keyin kollejdan bitirdik, keyin institutdan birinchi yil girolmadik. Shu yil girolmagandan keyin nechundir bir ozgina sovdim-da. Nechundir sovdim. O'qish, oliy ta'limni davom ettirishdan sal sovdim. Keyin oiladagilar, uyimdagilar, akam, opama taklif berib ko'rdim. Men shuni endi men ham katta bola bo'ldim endi. Qachanacha endi qachanacha masalan podkursim pulni akamdan olib beraman, qachanacha sizlardan pul so'rab beraman deb qaysidir manada bir xijolat bo'lganman-da, to'g'risi. Keyin yaxshi ko'ra qo'ydilar, lekin akam yoqtirmadi. Bizning oilada hamma shifokor, akam ham, opam ham doktor, shifokor. Akam yoqtirmadi, opam qilib ko'ra qo'ydi, ishonch bildirdi ozgina. Keyin shu bilan shoirlikka tushib ishimizni boshladik shu vaqtimda. Bir Bunyod Saidovning bir gapini eshitgandim-da. Birinchi konsertini qo'ygandan keyin aytadi ekanda, endi bemalol masalan men to'yga ketib qo'yaman aytib ketdim. Sizda shu holat qachondan kuzatilgan masalan? Men bemalol aka men to'yga ketib qo'yaman deb. Ya'ni men to'yim bor deb. Nechanchi yildan keyin zo'r savol. Doğrusunu aytsam, masalan bu sohaga girdim-ku. Keyin izini ulanib, keyin qisqa vaqtda masalan televideniyada bordim men, televideniyada ishlab boshladim. ETV. Toza ochilgan edi shu vaqtimda. Shu nalarni chiqib bo'ladi? Shuni bir qisqacha aytib o'tsangiz, masalan, bolalarning bir iqtidori bo'ladigan bo'lsa, bir televideniyaga borish, o'zi yerga girib birish ehtimoli, u yerda ishlash yaxshi yomonliklari masalan. Hozir u yerdan kelamiz. Men sho'racha bo'lgan jarayonni aytib beraman. O'zi ETVga men chatib borib qo'ydim shu vaqtlarda. Xullas, Yoshlar ittifoqida nelardandir ko'rib qoldim. Yoshlar ittifoqida jurnalistlar klubi ochilyapti. Jurnalistika to'garangi. Endi men bu sohaga girdim-ku endi. Keyin qarasam, zo'r, borish kerak. Gündüz gün ekan, evet geçti keyin to'ya borsak bo'ladi. Keyin bordim. Bu yerda ham tajribali boshlovchi bo'lib ko'p yillar mening yurtim telekanalida ishlagan Iqbola Masharipova degan jurnalist, yosh jurnalist Iqbol aka. U HR bo'yicha meni birinchi ustozim. Ko'pchilik donidan. Shu
dars o'tadi ekan. Keyin bilsam, keyin bordim, ish qilib shu yerda qiziqtirdilar, girdilar, maqolalar yozishni o'rgandik shu yerda, maqola nov ekanligini, jurnalistika nov ekanligini ozmi ko'pmi shu yerda tushundik. Shu vaqtda aytar edi, Iqbol akam toza jurnalistikani bitirib kelgan edi-da. Shu vaqtlarda, lekin televideniyada tajribasi bor. Jurnalistikada endi hozirni ish bilinmaydi, shu vaqtda aytar edi Iqbol aka, bizada dim eskicha o'qitilgan jurnalistika. Shuning uchun bu narsalarni hozir men sizlar uchun отдельно tayyorlanib turibman. Sizlar bilan birga o'qiymiz bu narsalarni. Men ham sizlar bilan dang o'rganaman bu narsalarni deganda. Keyin bu zo'r, haqiqatda keyin jarayonda masalan zamonaviy jurnalistikani o'rganib boshladik. Internet jurnalistikasi degan narsalar. Ularni o'rganib boshladik. Xullas, keyin sho'ra, ya'ni ETV telekanal toza ochilgan vaqtida sho'dan nima keldi endi bizning klubga. Boshqa variant yo'q-ku ularga. Eng yaqin, eng arzon ishchi kuchini topish bo'yicha variant shu. Keyin keldilar, shuni saralab olamiz dedilar. Xullas, shu saralanganlar ichida men ham bor edim. Shu bilan televideniyega keldik. Kasting o'tirdilar. Ha, kasting o'tirdilar. Endi kastingcha. Как бы. Ha. Shu bilan ETVda ishlab yurdik. ETVda vaqtimda keyin reklamalar ovoz tushib boshladim. E'lonlar o'qib boshladingizmi? Yo'q, e'lon o'qimadim, lekin e'lon o'qimadim. Eng yaxshisi shu. Chunki e'lon monoton ovozni talab etadi-da u. Urgan shahrini degan narsani talab etadi-da u. Agar shuni o'qidan bo'lsangiz, keyin boshqa ovozim shakllanmay qolishi mumkin. Reklamalarni o'qib boshladim keyin. Toza telekanal, endi reklamalar ham kelib turadi. Shu vaqtimda boshda telefonga tushdik, keyin petlichkaga tushdik. Xullas, reklamani ovozlashtirishni ham shu vaqtda o'rganib boshladim keyin. Chunki meni quloqimda, ya'ni aytganimdek, Nurmuhammad Isroilovning ovozi bor-da. Shundan ruhlanib, keyin hozir to'g'risini aytsam, boshdagi zapislarimni eshitsam gulasim keladi. Saqlab ko'pman, lekin arxivda saqlab ko'pman. Lekin shu darajada sharmanda, shu darajada chiqqanimda duk qo'ysan, yoqimsiz avval, lekin bu baribir qaysidir ma'noda bizning shakllanishimizga asos bo'lgan. Busiz iloji yo'q. Ammo o'zi shu, masalan, ya televideniya borasida aytib o'tdingiz. Yine hozir shu yoshlar men ovozim zo'r desa, yaxshi tushib bilaman, to'g'ri boshqa desa, nechiga hozir televideniyada o'rin bormi, olammi uni biri? Endi to'g'risi olishi kerak, iqtidorli bolalarni olsa kerak menimcha. Men o'rinlar ham, misol uchun, agar olsa. Masalan, hozir televideniyani chala darajada mahalliy telekanallarni ko'radilar, ko'rmaydilar, men bilmayman. Shaxsan o'zim ko'rmayman, to'g'risi. O'zim ishlaydigan vaqtimda ham ko'rgan emasman, to'g'risini ayting. Chunki vaqt bo'lmasa jismonan, shuning uchun radio boshlovchilik, misol uchun tele boshlovchilik degan mutaxassislik kerak bizga menimcha. Mahalliy telekanallara. Lekin sho'rni aytib o'tish kerak. Telekanal size hech qachon o'zingizni qoniqtiradigan oylikni bermaydi. Berilmaydi. İmkoniyat yo'q. Endi masalan, biz bir yoshlara foyda emasmi u, как бы o'shada o'zini bir iqtidorini polni ochib olish uchun? Zo'r. Shuni aytayapman. Zo'r maktab bo'ladi. Maktab bo'ladi, lekin foyda ko'raman, qozonimni qaynataman deb bormaslik kerak. Unga umid etib bormaslik kerak telekanal. Hozir o'zi masalan, televideniyada ishlab yurgan masalan taniqli diktorlar novni evazini yuritsa ular. Ko'pchiligi to'y. O'zi asosan hozir ularga yaxshiroq oylik to'lanadi, ya'ni oldi chiqqanroq. Xususiy telekanal bilan davlat telekanalining farqi bor. Xususiy telekanal o'zini o'zi boshqaradi. Qaysi ma'noda masalan balansini, mablag'ini o'zi boshqaradi. Shuning uchun reklamanchalik ko'p bo'lsa, uni rivojlanishini ham yaxshi ta'sir etadi. Davlat telekanali bo'ladigan bo'lsa, bu davlat tomonidan ta'minlanadi. Reklama bo'lsin, bo'lmasin ta'minlanadi. Shuning uchun qaysidir ma'noda baribir davlat telekanali yaxshiroq oylik to'lab biladi. Kafolatli oylik to'lab biladi. Eng asosiysi. Xo'p, yana o'zingizga qaytadan bo'lsak, masalan, keyingi yo'lingiz chatib davom etdi. Keyingi yo'lim xullas ETVda ishlab yurgan vaqtimda shu vaqtda bir proyekt qilaman dedim.
ko'rsatuv qilaman dedim. 2-3 xil ko'rsatuv qildik. Aytib o'tirmayin doğrusu. Qidirib, ko'rib. Nechundir uyalaman. Lekin o'zi uyalmaslik kerak doğrusu. Bu ham bir tarixda shu bosqichdan o'tmasam, balkim hozirgi darajaga kelmagan bo'lar edim. Haqiqiy. Qaysidir darajada bo'lsak agar. Xullas, bundan keyin bugun qayerda ovqatlanamiz degan loyiha etdim. Bu yaxshi udachniy loyiha bo'ldi. Bu reklamli kanalda. Reklamli loyiha edi. Uni bir 8-9 dona soni chiqqan. Bu qaysi kanaldan ketdi? Bu TTV kanaldan ketgan. Keyin masalan ETVda boshlab turib, men ko'pincha sizni esik bola chiqqaningizni ko'rganman. Shu bosqichga boryapmiz hozir. Keyin men endi TTVda ishladim deb bilaman. Men tipa production sifatida men hamma narsani ko'rsatuvni tayyorlab, masalan, restoranlar bilan ishlaydigan reklamli ko'rsatuv edi. Borib, ovqatlanib, masalan, ko'rsatib, dizaynini, hammalarni tanishtirib, shuning davom etadigan ko'rsatuv edi. Bordimdan production edi. Ko'rsatuvni topshirar edim. Necha so'm bo'ladi? Masalan, minutini belgilangan edi. Reklamli ko'rsatuvlarning minuti yalan so'm. Shu vaqtida aniq ayta olaman. Xullas, ko'p pul emas edi. Keyin shu pulni to'lar edim, efirdan ketar edi. Masalan, 6 kun, 3 kunmi, 4 kun anonsi bilan ko'rsatuvni o'zi yetaradi, 2 marta повтор. Shuni pulini to'lar edim, bo'ldi. Men ketdim. Boraman boshqa yere. Shu hafta davomida men yana ko'rsatuv tayyorlaymanda yana olib boraman. Shuning davom etgan. Keyin sizni o'zingiz restoranlar bilan tuzasizmi, shartnoma? Ava. Tushunarli. Shu boraman, gaplashaman. Syomka atiladi, borib topshiraman. Shuning edi, shu vaqtlarda. Keyin shu momentda Esikpoldan taklif tushdi. Husniddin Sardorovich chaqirdi og'amiz, qadrdonimizga, masalan, bizada ishla, shuning bo'ladi. Radioda ham chiqish qilasan. O'zi televideniyadan ham ko'ra men radioga ko'proq qiziqaramdan, chunki radioda zo'r mikrofon bor edi. Zo'r mikrofon bor edi, haqiqatdan men endi ovozlashtirishga ko'proq qiziqaman o'zi. Reklama ovozlashtirishga ko'proq qiziqaman. O'sha o'zi radio eng zo'r nutqingni to'g'rilaydigan joydan. Hech kim seni ko'rmaydi. Chunki quloqingda naushnik turadi, hech kimga ko'rinmaysan. Sen o'zingni nutqingga e'tibor berib bilasan bu yerda. Jonli ketami edi? Jonli ketaradi, ha. Nutqingga e'tibor berib bilasan. Naushnik turibdi, naushnikka ovoz diniq keladi. Qaysi harflarda defekt bor. Shu harflarni to'g'irlash bo'yicha ishlaradi. Radioda? Yo'q. Yo'q, televideniya bilan chalmoq ishladingiz radioda. Radio televideniya ikkisam. Ikkisi совместный. Ikkisi ham ketdi. Masalan, Esikpol tele radio kanali-ku. Tushunarli. Telekanal ham bor, radio ham bor. Efirdan chiqib, keyin radioga kelib. To'g'ri, lekin radioda ham ko'p Esikpolda ovoz ketaradi. Bu yerda nov rubrikalarni yutaradi. Bu yerda 2-3 ko'rsatuv chiqqan, keyin asosiy ko'rsatuvimiz shu vaqtida yaxshi kayfiyatda ham ko'rsatuv, azonga ko'rsatuv va viloyatda birinchi marta biz jonli efirga chiqqanmiz. Shu jonli efir bo'lgan. Shu vaqtgacha jonli efir bo'lgan. Xorazm televideniyasida bo'lgan jonli efirlar, lekin ko'ngilochar dasturlar chiqmagan. Ochiq muloqotlar, boshqa bo'lgan, jiddiy ko'rsatuvlar bo'lgan, lekin ko'ngilochar dasturlar primoy efirga chiqmagan. Xususiylarning orasida birinchi bo'lib, Esikpolda shu o'rinda rahmat aytib o'tchakman Husniddin aka Sardorovga, keyin Sardor aka Hasanova. Alohida rahmat, qo'llab-quvvatlab shu insonlar jonli efirga ishonch bildirganlar. Siz kim tashabbusi bilan bo'ldi? Seni qo'lingdan keladi deb. Sardor bilan shu Husniddinani Esikpol telekanali rahbarlari shularning tashabbusi bilan jonli efirga chiqqanman. Birinchi bo'lib dum hayajondadim. Doğrusu dum qiyin bo'ladi jonli efir o'zi aslida. Shu birinchi taassurotlaringiz bilan bo'lishing qanday bor, masalan, birinchi bir braklar yoki boshqa narsalar kuzatilmayapmi? Bu yerda jonli efirda brak degan tushuncha yo'q-da. Bu yerda kesilmaydi hech narsa. So'zlagan gaping ketadi. Konkret ketadi. Shuning uchun bu yerda adashishga haqqing yo'q, bu yerda neto narsalarni so'zlab qo'yishga haqqing yo'q. Shuning jarayon bo'ladi jonli efirda. Undan keyin jonli efirda ko'p ishladik.
Lekin asosiy birinchi tamal toshini qo'yib bergan shu Istiqbol telekanali. Men uchun. Radioda ham. Shunda siz teleradio kanalida ishlayib turib, shu bilan bir qatorda banda to'y tadbirlar ham ketib turgan parallel ravishda. Parallel. İkisi parallel ketib O'zi turibdi. nechanchi yil shunda girgansiz to'yni? To'shni girgan yilim 18. 18-yildan boshlab xonadonlik bilan shug'ullanib boshladingiz. Eng birinchi to'y ijodingizmi? Вообще. Birinchi Muratbek Atajonov Xorazm telekanalida suxandon jurnalist. Oilalardagi Muratami? Yo'q. Bo'lmasa? Ajdar o'g'li. Ajdar o'g'li desalar. Birinchi ustozim shu. Birinchi shuni yonida borganman. Tajriba almashib ko'p narsani o'rganganman. Keyin Ravshanbek Yusupov yana ham borganman ustozim. Bu yerda ham ko'p narsani o'rgandik. Asosiy lokomotiv boshqa joyda. Asosiy lokomotiv birinchi o'rinda men shu kasbga giraman degan odamlarga tavsiya etgan bo'lar edim. Ustoz tanlashda adashmaslik kerak. Meni ustozlarim вообще oltin odamlar. Dim ko'p narsa o'rganganman. Haqiqatda endi to'g'risini aytsam men vaqtimda bu sohani tushunmayman-ku. Boshda girib kelayotgan vaqtimda tushunmayman bu sohani. Men ham diktor degan tushuncham bor edi. Hammasi bir xil bo'ladi. Prosta qaysingadir shogird tushasan, keyin masalan astan ketaveradi deb o'ylayman. Lekin ustoz tanlash eng asosiy elementlardan biri. Shuni обязательно yodda qo'yish. Ya'ni masalan, nosini nazarda tutib deb tursiz. Tajribasi nuqtai nazaridan. Tajribasi nuqtai. Tajribasi. Qarang, masalan, hozir tajribasi deb tursiz. Hozir ish yoshlab borsa, masalan, men sizga shogird tushaman desa, ular yordam berishsa, xayrixohmi ular? Xayrixoh, hamisha xayrixoh. Sizni o'zingiz qarang masalan, biror shogirdlikka kelaman desa. Endi bunga sal o'ylanaman, chunki telefon aytganingizda siz ham aytdim-ku, meni tajribam hali ko'p emas-ku. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yaxshi. Kimdir donir, kimdir donimas balkim. Lekin tajribam yetarli bo'lamagan degan xayol bor menda. Lekin hozir to'g'risini aytsam, ikki shogirdim bor. O'rganib nasib turibdilar. Bu shogirdlar mavzusini alohida to'xtalamiz. Men aytganimning masalan taqdir yaratgan Alloh shuni yaxshi ustozlarga meni yo'liqtirgan. Asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jarayon shu. Shunda o'zingiz Shogird necha girik keldingiz, shuni aytmadingiz biz bilan. Birinchi to'yingiz nechik bo'lgan? Shu vaqtida Muratbek ustoz shu vaqtda tayyorlab yurdi. Keyin bir kun yodingizda bo'lsa, hozir Baxliyola degan to'yxona bor. Shuni o'rnida Zargar degan to'yxona bor edi. Bir eskiroq to'yxona edi. Birinchi marta Muratbek ustoz shu yerda boshlovchilik qilgan. Men shogird bo'lib borganman yanında. Keyin o'zi ko'p vaqt o'tmadi shogird bo'lib borganman. Bir 3 mi 4 to'yami 5 to'ya bordik. Keyin hozir dedi so'z berganda chiqasan dedi. Derimmi dedi. Buyurma dedim. Buyurma dedim. Hava chiqasangiz dedi. Yo'q, birinchi qo'lman dedim. Chatib dedim, chiqaman dedim. Keyin boshlaganda usta. Keyin o'rtada so'z berganda chiqasandan bir odamga so'z berasan dedi. Adlarni yozdirdi shu vaqtida. Keyin yuragim güp. Nechatarim bilmam. Men o'zi yoshlikdan Dimam odamlar bilan yaxshi girishib olmasadim-da. Sal introvert xarakterim bor edi. Bu yerdan to'xtalib o'tamiz oddiy. Introvert xarakterim bor edi. Odamlarga qo'shilib olmasadim. Endi tasavvur eting siz. Bir introvert odamni endi u to'g'ri katta to'yxona emas edi. Kamida bir 200 odam bor-da bu yerda. 200 odam bor. Bir introvert odamni qo'lina mikrofon berib 200 odamni o'rtasidan tashlab berayapti-da. Tilasham kerak edi. O'zing so'zlashing kerak. Keyin ishlatganman, to'g'ri chiqqanmandan tabrik yozilgan-ku. Falan kesatganimizga so'z beramiz deb
Shuni mikrofonni uzatganman, o'tirgan yerimdan ko'rsatib qo'ygan-da. To'g'ri, eshitsa dameyin, eshitsa so'zlamayman, chunki men hali yozib qo'ygan so'zlarimni yodlasham uspet etmayapman-da vaqtimda. Menga hali notanishroq yo'nalish-ku. Kim bordim, so'z berdim. Eng gilgili yerinde. Söz berdim. Bu adam indi ovqatni go'shtini olib og'zina solar ekan-da. Eng qiziqli yeri shu o'rinda bu. Webkamim qo'limda mikrofonni olgandan chaynab turgan go'shtni. Go'sham sal qattiroqmi bilinmam, ish qilib biroz vaqt chaynadi uni. Geplama, tilaklar. Yo'q. Tilak yo'q, to'yxona jimjirt. Webkam chaynab turibdi ya go'shtni. Hali. Mikrofon tursin. Mikrofon ham qo'limda, mikrofonni ham o'sha qo'lina berganman-da. Webkam o'rnidan turib olmagan. Og'zimda go'sht, qo'limda mikrofon. Xullas, chaynab bo'lib so'zlab rahmat dedimdan geldimdan mikrofonni berdim. Sırası Murat abi uzattınız. Keyin usta mikrofonni berdim. Keyin chiqdidan so'zlab san'atkorlarga navbatni berdidan geldi. Sen jillimsan dedi. Shetganing bildingmi dedi. Men yonni shetganimdan bilinmaverdi-da. Miya o'chgan absolutni. Chunki hech qachon chiqib so'zlab ko'rmaganman. Söz berdi ama verdim söz. Maktabda bir mavzuni hamma klassdoshlarning oldida so'zlab berolmayapman. Yodlab suvda ichgan narsamni aytib berolmayapman shu vaqtlarda. Yine mesela ben daskiga chiqsa qo'rqaman degani u menda yaxshi suxandan chiqmaydi degani emas-da. Albatta. O'shaga yaxshi aytib e'tibor berish kerak. Albatta. Hamma narsa o'zini ustida ishlashiga bog'liq. O'zingiz ustida ishlasa yana chiqarsa bo'ladi deysiz. Albatta. Har bir inson nutqini rivojlantirib biladi. Qarangina masalan bir yosh bola suxandan bo'laman dedi. Aynan tajribali nelar, aynan sizni o'zingiz yetib borgansiz. Emindan shu Murat og'ani neni topgansiz, kontaktlari boshqasi? Hozir endi bu narsa masalan tajribasini bilib olish muammo emas deb o'ylayman, chunki hamma hozir ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Masalan, endi chiqib turgan boshlovchilar bo'lsin, tajribali boshlovchilar bo'lsin, hammasi foydalanadi ijtimoiy tarmoqlardan. Va u kasbga yo'nalayotgan, kasb tanlashga qiynalib turgan yoshlar ham hammasi ijtimoiy tarmoqni ishlatadi. Foydalanadilar. Va menimcha tajribasini baholab olish, reytingini baholab olish hozirgi davrda unchalik qiyin emas. Shundan masalan ko'rib, tajribasidan ko'rib, so'g'an to'ylarini, olib borgan tadbirlarini ko'rib, menimcha o'zi shu ustoz shogirdlik borasida namozini gaplashsak, u shogirdni asosiy vazifasi nima bo'ladi? Borib turib ko'rib kuzatami boshqa ustozini yo nechik bo'ladi? Kuzatadi. Endi buni ham deyishli joylari bor. Ustoz tanlashda adashmadim degan gapni aytdim-ku. Shunda siz birinchi to'ylaringizni ustozingiz boshchiligida olib borgansiz. Albatta. Iminda o'zingizga tushgan birinchi to'yinchi bor. O'zimga tushgan birinchi to'y ham, uni ham o'zimga tushgan deb bilinma. Chunki Muratbek ustozim o'tirgan o to'yni-da. Ertang odam boyata degan to'yxonada xinyakar so'vasan dedim ha. Kim dedingiz? Kim ya zargarda birinchi marta chiqish aytganimdan 2-3 kun o'tib. Odam boyata to'yxonada o'zing to'y so'vasan dedi. Odam boyata to'yxona bilmaylar uchun ko'pchilik biladi. Menimcha tandirchida bo'lgan. Hozir bormi yo'qmi bilmayman. Shu bir marta borganman menimcha. Ya 2 borganman-da boshladi. Shunda to'y so'vasan dedi. Keyin chiqdim-ku bir marta davraga. Bo'ldi dedim. So'vaman dedim. O'sha vaqtdagi masalan taassurotlar nelar? Birinchi chatdim, daska bor, planshet deydilar endi bizning tilda. Qog'oz yildiradi. Hamma to'yni boshidan oxirigacha ssenariy o'zimcha qaralab yozib qo'yganman, o'qib bergan ustozlar, ko'rishtirib berganlar, ha bo'ladi, shuni. So'zni to'yni boshidan oxirigacha qog'ozga tushirganman. Gaplarim, endi tasavvur eting siz. Boshlovchi to'y davomida necha marta so'zlaydi. Boshida galinga taklif etadi, davrani ochib beradi,
Minuti bilan yozib qo'ysak. Devran ochib beradi, so'z beradi, keyin tort kestiradi, gul beradi, uydagilarga so'z beradi. Hamma blok ya'ni 7-8 bet qog'ozda yozilgan emas, kompyuterda chiqarilgan. Qo'lda yozilgan, kompyuterda yozilgan armin. Keyin faqat borsam uydagilarning ustiga yozib bersam bo'ldi. Tayyor ssenariy, shablon. Keyin Shuni o'qib bilganmiz ishonavering. Qog'ozdan 1 gram kallamni ko'tarmay o'qib berganman zo'r etib. Hech kimdan e'tiroz tushmayapmizmi? Yo'q, e'tiroz tushmagan. Chunki men o'qib berdim. Aytibman-ku, men bir marta ham davraga qaramadim. Faqat o'qib berdim. Keyin ishqilib amallab so'g'dik, netdik. Shundan keyin jarayon davom etdi. Shu birinchi ishlab topgan pulingizmi shu? Birinchi ishlab topgan pul. Chazon maosh? 30 ming so'm. Bu vaqtda ofitsiantlar 30 ming so'm. Bu vaqtda uning katta pul emasadi, lekin pul uchun borilmagandan to'g'risi, pul uchun borilmagan. Shunchaki shu dasturxonni ichiga solib baribir gallash vaqtida. Yine mesela yoshlar sho'rni e'tibor berishlari kerak-da. Yine bir men endi ko'pincha ishchilarni yollagan vaqtimda ular aytadi, hali tajriba yo'q. To'g'ri keladidan necha so'm pul berib bilasiz deydi-da. Masalan, o'zingning tajribangchi. Shuning uchun ham hozir siz aytdingiz-ku, masalan, birinchi chiqqan vaqtda ham pul muhim emas edi. Shunda tajribang nasıl kerak bo'ladi albatta. Shularga e'tibor berishlari kerak-da. Yine mesela xo'p, birinchi to'yni gaplashdik, birinchi oyligingizni bildik. Ishi suxandon bo'lib, to'ylarga xizmat ko'rsatib boshlagandan keyin necha yildan keyin stabil daromadga girdingiz? Bizning yo'nalishda stabil daromad degan narsa tushuncha yo'q. Muhammad Yoqub, bizani daromadimiz baribir ham masalan xalqimizning yaxshi kunlari bilan bog'liq. Tadbir bo'lsin, konsert bo'lsin, boshqa bo'lsin, yaxshi kunlari bilan bog'liq jarayon. Va bu stabil bo'lishi real narsa. Shuning uchun stabil daromad kutib bo'lmaydi. Endi plus minus masalan shuni ba'zi bir aytib bilmaysan, oldin rejalashtirib masalan. Oldin rejalashtirishdan iloji yo'q axir bizda. Masalan, to'ychi buyurtma qilsa biza yozib, misol uchun keyingi oyni prognoz aytishimiz mumkin. O'zi yilda masalan sizlarda tushungan bir tushuncha bor-ku, sezonda. Haqiqatan bormoq shu sezon degan narsa bormi? Endi keyingi vaqtlarda boshda bu sohaga kirib kelgan vaqtimda sezon haqiqatda sezilar edi. Ya'ni shu kuz oylarida to'y ko'p bo'lar edi. Boshlovchi topisham, masalan, san'atkor topisham muammo bo'lib qolar edi. Bayram vaqtlarda ertaroq gaplashib qo'yardilar shuning uchun. Lekin hozir masalan ro'za oyidan tashqarida почти sezon degan narsa yo'q. Masalan, to'ylar o'zi masalan ishi suxandonlikda to'ydan ham boshqa nechik bir o'zina bir yo'l qilsa bo'ladiki, stabil daromad topaman desa. Stabil daromad qilaman desa, davlat tashkilotlarini ishlashi mumkin, agar amallab bilsa. Chunki bizda bilasiz, Xorazmda gelin salomi marosimi bor va bu obeddan keyingi vaqtni olib qo'yadi. Shuning uchun agar davlat tashkilotlari umuman qaysidir bir tashkilot ruxsat beradigan bo'lsa, bemalol ishlasa bo'ladi. Azonda obedda, masalan, obedgacha keyin, obeddan keyin ham masalan gelin salom marosimidan keyin masalan shunday odamlar ham bodiston именно jurnalistika yoki bir televideniyada emas, umuman boshqa soha, deylik bir hokimiyatda bo'lsa, boshqa bo'lsa, yani geysta chiqib turib to'ylarga borib turibdi. Bo'lishi mumkin. Suxandonlarni ko'pchiligi ishlaydi baribir. Suxandon bo'lish uchun yaxshi ovozni o'zi yetarlimi? Suxandon bo'lish uchun yaxshi ovozni o'zi yetarlimi? Yo'q. Undan tashqari bu meni shaxsiy fikrim. Balki bu podkastimizni ustozlarimiz ham, bizdan yoshi katta boshlovchilar ham ko'rishi mumkin. Ya bo'lmasa bizning tengdoshlarimiz, bizga qator suxandonlar ko'rishi mumkin. Bu meni shaxsiy fikrim. Suxandonlikda tashqi ko'rinish ahamiyatli, o'zingizni tutishingiz ahamiyatli.
Ya'ni Muomalangiz. tushuntirib o'zingizni tutishingiz deganda muomala madaniyati, insonlar bilan bo'lgan. insonlar bilan muloqot, shuning argumentlari bor. Albatta qilinishi kerak bo'lgan narsa. Deylik, masalan, endi meni yaxshi ovozim bor. Tashqi ko'rinishim normalniy boladan bo'lsa, to'g'ri men qo'rqmay yurib bilamanmi yoki qandaydir bir narsalarni yana inobat olmay turgan bo'lamanmi? Yo'q. Girsa bo'ladi, bu sohaga girsa bo'ladi, lekin ya aytgandek ishtiyoq bilan, intizom bilan tayyorlanish kerak birinchi navbatda. Yuqorida aytib o'tganimning televideniyada ishlaganimni, jonli efirlarda chiqishayotganimni menga eng ko'p yordami bu meni improvizatsiya qobiliyatimni oz bo'lsa-da rivojlantirgan. O'zi masalan suxandonlik bilan yaqindan tanishmagan odamlar deylik, o'zingiz ham suxandonlik ish tasavvur qilgansiz, girgan vaqtingizda nechik bo'lib o'zgarganmi ili? Boshda men hozir shogird bo'ladonlara, kasb tanlayjaklar, bu kasbni tanlayjaklar. Bizani suxandonlik, boshlovchilik yo'nalishini tanlayjak yoshlara shu narsani aytgan bo'lar edim. Men falon so'm ishlayman ekan deb girmaslik kerak. Aynan Ibn Hajam shuni aytadi, blogerlik bo'yicha. Men bu sohani tanlayman deb girmaslik kerak. Chunki bu narsa, bilasizmi, o'zingizga qo'ygan bir to'siqdin narsa-da. To'siqdin narsa. Chunki bu boshqa boshlovchi erishib turibmi u natijaga? Bunga erishsa bo'ladi. Tushunarli. Odamzod aytgan ishni odamzod qiladi. O'zi bir shunday aforizm ham bor edi-ku, sen yagona maqsading boyish bo'ladigan bo'lsa, hech qachon boyib bo'lmaysan. Hech qachon boyimaysan. Yaxshi natija ham ko'rsata olmaysan. Chunki seni maqsading pul bo'lsa, sen bir to'yni yo bir tadbirni tezroq sovib, yana pulni olib ketish haqida o'ylaysan. Bu tadbirni zo'r etib o'tkazish haqida o'ylamaysan. Ko'pchilik bu sohaga kirganda sho'rni inobat olmaydi. Ya'ni kutuvlari haddan tashqari ko'p bo'ladi. Yana boshqa bir tezroq chiqib ketdi-ku, diktorlar yaxshi topadi. Yaxshi topadi-ku, tezroq yana zo'r narsalarni, zo'r mashinalarni oldi-ku, ya zo'r kiyimlarni kiyib yuribdi-ku, ya zo'r to'ylarni sovib yuribdi-ku degan bir fikrlar bo'ladi. Lekin asosiy e'tiborni men o'ylayman, shu yo'nalishda professional mutaxassis bo'lishga qaratish kerak. Asosiy e'tiborni shunga qaratish kerak. Pul shunda o'zi keladi. Pul shunda o'zi keladi. Qachonki siz kimgadir yaxshi kayfiyat ulashib bilsangiz, siz uni xotirasida qolib ketasiz. Uni xotirasida qoldingizda, ya'ni sizni qachondir kimnidir to'yina u aytadi degan. Boshqa to'ylarga borib boshlangizda, chalin vaqt tayyorlangansiz, chiqishingizda hozir chalin tayyorlanasiz. Boshda o'zi asosiy aytadi-ku, fundament deydi. Ya'ni asosing mustahkam bo'lsa, kasbiy faoliyatingda ham yaxshi natijalarni ko'rsatib bilasan. Asosda ham nima? Men bu soha qiziqib boshlagan kunimdan qaridon bo'lsak, shogird bo'lib tushdim. Shogird bo'lib tushgandan keyin YouTube'dagi boshlovchilarga taalluqli bo'lgan menimcha bir 70-80% videolarni ko'rib bo'ldim-da. Ko'rib bo'ldim va o'zimga yaqqonlarni ko'chirib bo'ldim. Ya'ni shu ustidan takrorlar edingiz. Yozib olar edim men boshlovchilarni chiqishlari, videolari bo'ladi-ku, so'zlarini qog'ozga yozib, ko'chirib, shu fayl papka hozircha turibdi menda. Bir 90 betmi, 80 bet. Shu fayl papka hozircha turibdi. Inson yozganda baribir miyasida qolib ketadi-da. Masalan, shunday jumlalar, shunda aytiladigan gaplar, bab takrorlab yozasan-ku ichingdan. Shu yodimda qolib ketadi. Yoshlar ko'rgan vaqtdan ko'ra icebergning ujini ko'rib turibdilar, faqat ujini. Shu yozib o'tirish, masalan, hozir kim yozadi uni? Siz endi tasavvur eting, u boshlovchi so'lidon nutq bir kamida 20 minut bo'ladi. So'lidon joyi bir videoda 20 minut bo'ladi. Siz 20 minutlik ovozni pauza bosib ko'chirib o'tirishingiz kerak. Men u bilan o'zimni bir qahramon sifatida ko'rsatajak emasman. Menda ishlayman, balkim boshqa birovda ishlamas. Kimdir eshitgan vaqtida yodimda qolib ketishi mumkin. Tushunarli. Fikri xayoling shunga fokus qaratsang, butun vujuding bilan shunga fokus qaratsang, fikri xayoling chalg'imasa, menimcha tezroq любой bir mutaxassis sifatida o'zingni ko'rsatib bilishing mumkin.
Shunda hozir ham baradon bo'lsangiz to'ylarga tayyorlanib borasizmi? Endi hozir baradon bo'lsak, to'ylara tayyorlanib boramiz, o'zlarimizga qaraymiz. Ust-boshimizga qarab tayyorlanib boramiz. Sashni daramang. Lekin shuni ham aytib o'tayim. Kimdan ichik bilinmandan men masalan deyarli gunda to'ya borsak ham yo tadbirga, konsertga borsak ham menda nechundir hayajon bo'ladi. Hayajonni yo'qotish haqida men o'ylashni tavsiya etaman. Chunki inson zoti his hayajon bilan tirik. Meni fikrimcha. Shuning uchun hayajon albatta bo'lishi kerak. Nodondir qo'rqib tursa shundan hayajon mas'uliyat. Hayajon bu mas'uliyat. Sen hayajonlanib, masalan, kimnidir aldan chiqacakmisan? Demak, senda mas'uliyat bor. Demak, sen shu insonlarga noto'g'ri gap so'zlab qo'yishdan, shu yerda noto'g'ri jumlalarni qo'llab qo'yishdan, yo bo'lmasa ularning kayfiyatini tushiradigan bir narsalar deb qo'yishdan sen uyalasan, qo'rqasan. Suxandonda bo'lishi kerak bo'lgan eng muhim sifatlar nodada bo'lasiz? Suxandonda bo'lishi kerak bo'lgan eng muhim sifatlar menimcha muomala madaniyati. Muomala madaniyati bo'lishi shart. Chunki aytganimdek zo'r so'zlayver, davrada tadbirni zo'r boshqaraver, boshlovchi sifatida o'zingni ko'rsataver. Lekin biza xolimizmi yo'qmi, sahna ortida ko'proq muloqot etamiz. Sahna orti jarayonlari biz uchun eng muhimi. Shuning uchun muomala madaniyati. Misol uchun kimdir borib, kimnidir to'yina yo konsertına xizmatga borib tursiz. Turib mimika yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, keldim. Deganingizni chek, misol uchun. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'ng bo'lsin to'ylar. Baxtli bo'lsinlar. Bugun nima rejada endi xudo xolasa. Shuni narsalar. Bo'ldi. Asa buni bu yerda o'tirsak nima deysiz? Yo bo'lmasa palanka sağa gapda ekan, shunga so'z bersak nima deysiz? Tushunarli. Ya so'z berma deydi, buning deydi. Xullas, muloqot va albatta siz chiroyli muloqot etib bilsangiz, muomala etib bilsangiz, yana ularni esingizda ko'proq qolib ketasiz. Tushunarli. Sizni o'zingizda iminning bir tushuncha bormi? Ya'ni to'yga chiqasiz, nutq gaplab tursiz. Masalan, shunchalim gaplayapmiz, mana birov eshitib turibmi degan tushuncha o'tganmi boshda? Yo'q. Endi boshda o'tgan bo'lishi mumkin. Endi lekin shaxsan men to'yga chiqaman-ku, davraga chiqaman-ku. Davraga chiqqan vaqtimda bir aytganimdek hayajon bo'ladi. Keyin ozgina so'zlashilgandan keyin masalan, baribir bizning ishimiz muloqot bilan bog'liq-ku. Biza so'zlagan vaqtimda kimdir so'zlaymiz axir. Mehmonlarga so'zlaymiz, kuyov gelina so'zlaymiz masalan. Ya san'atkorga so'zlaymiz, san'atkorga ta'rif beramiz. Kimdir qarab so'zlaysiz. Men ko'pchilikka aytaman shu narsani, masalan, yoshlar aytaman. Sen kellingdan chiqarib tasha, men eshitmay turibdilar degan gapni. Qara, davrada ko'zing bilan qara, kimdir seni eshitib o'tirgan bo'ladi baribir. Kimdir eshitib o'tirgan bo'ladi. Sen shu odamga qarab so'zlayver. To'g'ri, endi bu narsa yomon ta'sir etadi odamga. Misol uchun sen so'zlab tursan, davrada qarab tursan, hech kim sana qaramaydi. Ko'pincha shunday-ku. Hech kim sana qaramaydi. Lekin baribir, misol uchun 500 odam, 400 odamning ichida kimdir sana qarab turgan bo'ladi. Dim bo'lmasa galingiyo baribir sana qarab turgan bo'ladi. Majbur bo'la, chunki to'g'ri qachon tezroq tugatadi ekanda-mi? Ha. Bu haqida o'ylamaslik kerak menimcha. Shunchaki chiqqan vaqtimda hazatish kerak. Ya aytganimdek, ustozlarim ko'p. Murodbek Atajonov, Ravshanbek Yusupov, keyin yana bir ustozim Samura Sapayeva. Bu inson hozir ayollar psixologiyasi bo'yicha treninglar o'tadi. Meni Ravshanbek Yusupov ustozim yoniga borgan vaqtimda Samura Sapayeva boshlovchi sifatida to'ylarda xizmat qilardi. Shu vaqtlarida Samura aka bilan ham to'ylarga borganmizdan keyin, ya'ni ustoz Ravshanbek Yusupovni yonina borgandan keyin baribir ko'radi-ku Samura aka ham. Shunda deb to'ylarga borganmiz. Samura aka bu tushunchalarning ko'pchiligini menga Samura aka berganda. Masalan, davriga hazatib chiqing. Hozir hammani qarataman deb chiqing.
zo'r motivatsiya berar edi, zo'r ruhlantirar edi. Shuning uchun ham oz psixolog bo'lib o'tdik shunda. Zo'r ruhlantirar edi. Siz to'yga keldingizmi? Shu olma durtdang, kasalmen durtdang, shang dim yeysiz bang, olingdan g'ajirdatib ishlab yeng der edi. Uyalmang hech kimdan. O'zingizni masalan hazzatsangiz, masalan shuni ishlab yeb hazzat chekmisiz? Shuni hazating ishingizga zo'r ta'sir etadi. Masalan, kasbiy faoliyati, to'y olib borishi, kayfiyating ko'tariladi-ku baribir. Shuning ko'p motivatsiyalar bergan. Rahmat aytaman. Yine masalan siz hozir ustozlaringizga to'xtab o'tdingiz-ku. Shunda o'zi bir savol berar ekan. Biza uchun mikrofonni qo'lina olib chiqqan har bir odam diktor deb qaraladi-da. Masalan, diktormi so'zlab turibdi. Shuni qisqa bir to'xtalib o'tsangiz, o'zi necha turlari bor buni? Dim kerakli savol. Hamma bizlar telefonda diktormisiz, diktormadingiz, diktor Feruzbekmadingiz dedilar. Bu faqat menda emas, hamma boshlovchida shuning. Endi buni yo'nalishlari bor. Misol uchun diktor, suxandon, boshlovchi, showman shu 4sini birlashtirib turgan odam mahoratli boshlovchi desam bo'ladi. Haqiqatda professional. Endi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, masalan, diktor. Bu diktor, misol informatsion janrdagi diktorga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, diktor bu informatsion janrdagi matnni nutqiy, ravon, adabiy til me'yorlarini asoslangan holda o'qib berishi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar. Bu diktor. Chunki u o'qib turibdi. Ko'pchiligiga nima bo'lishi mumkin? Nishab o'qiydi, qog'oz qo'linda-ku, ekranga qarab o'qib turibdi-ku. Deyerinda bu yerda telesuflyordan o'qib beradi. Diktor. Tushunarli. Informatsion janri ko'pincha tortadi. Ular biroz hissiyotsiz o'qiydilar. Chunki misol uchun hissiyotli qilib so'zlayman desangiz, ko'pincha sal qochirimroq bo'lishi mumkin. Misol uchun ovoz tonini o'zgartirish mumkin. Hissiyot bilan so'zlayman desangiz, lekin u yerda ko'pincha monoton bo'ladi. Hissiyotsiz. Misol uchun endi Xudo ko'rsatmasin, kimdir olamdan o'tishi bilan qaysidir bir bayram bo'lib turganini toni deyarli bir xil bo'ladi. Diktorlik degan narsa hozir deyarli qolmadi. Deyarli bizani o'zi yangi O'zbekistonimizni televideniyasida men bu yaqin orada diktor ko'rmadim. Diktorlikning o'rnini suxandonlik egalladi. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, informatsion janrdagi ko'rsatuvlar ham ozgina emotsiya qo'shadilar so'zlarini. Masalan 2010-yildagi, 15-yildagi ya bo'lmasa axborotlarni ko'radigan bo'lsangiz, u yerda diktorlik bor. Shunday narsa. Endi keyingisi suxandonlik. Suxandonlik bu suxandonlik ham adabiy til me'yorlarini sodiq qolgan holda, adabiy tilni buzmasdan, ravon matnni, masalan, matnni tinglovchiga yetkazib beradigan inson. Matnni o'qib bermaydi. Matnni masalan, nima desak bo'ladi? O'zbekiston Respublikasi mustaqilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi diyecek. Buni yonina masalan bo'yoqdorlik qo'shishi mumkin. Masalan, yangi O'zbekistonimizda mustaqillik bayrami ko'tarinki tarzda o'tkazilmoqda. Matn oddiy, lekin u o'zini fikrini qo'shib, tabrik ohangida aytib beribdi. Bu suxandonlik. Bu asosan masalan diktorlar ko'pincha endi aytib turibman-ku, diktor degan tushuncha pashti hozir qolmayapti, o'xshaydi. Menimcha masalan davlat tadbirlari, tele, radio kanallari shunday narsalarda avval faoliyat yuritganlar. Ya'ni boshlovchi sifatida agar diktor chaqirilsa. Faqat o'qib bergan. Suxandonlikda emotsiya bor ekan, keyin yana kimlar bo'ldi? Keyin boshlovchilik bor. Boshlovchi bu tadbirni boshqarib boradigan inson. Har qanday tadbirni, masalan, bu yerda improvizatsiya bo'ladi ko'pincha. Misol uchun tadbirda suxandon yozilib turibdi.
falan kasb, piston kasb ekan, bundan keyin qo'shiq aytadigan odam. Bu improvizator sifatida suxandonlikni ko'rish qiyin. Improvizator ko'pincha boshlovchi bo'ladi. Boshlovchini aytadi, shuning qarabaradan, san'atkor gapti, davrani boshqarib turadi u inson. Konsertlarni boshqarib turadi u. Vaziyatga qarab o'zgartirib turadi. Bu yerda hissiyot bo'ladi, kayfiyat bo'ladi. Shuning yo'nalish. Endi shoumenlik. Shoumen bu aktyor bo'lishi kerak, xarizmatik inson bo'lishi kerak, ozgina hazilkash bo'lishi kerak. Kimlardir ko'proq hazilkash bo'lib beradi, komik bo'lib ketadilar. Ozgina hazilkash bo'lishi kerak, madaniyatli hazil qilib biladigan inson bo'lishi kerak-da. Insonlarni jalb etib. Misol uchun Assalomu alaykum Xorazm deb chiqish aytadigan masalan boshlovchi deymiz, ular shoumen. Siz o'zingizni ko'pincha kimman deb hisoblaysiz? Endi bu jihatida har xil masalan vaziyat bo'lishi mumkin-da. Suxandon, endi diktor sifatida men o'zim aytib bilmayman. Chunki bilasizmi nechun? Nechundir menda matnlar bilan ishlash bo'yicha muammolar bor. Nima deganim? Men o'zimni xush ko'rmayman qaysidir davrada o'qib tadbir olib borishni. O'qishimiz mumkin. Misol ism familiyalarni o'qishimiz mumkin. Misol uchun adashib ketiladigan yerlarga ko'z tashlashimiz mumkin. Ssenariy beradilar. Ba'zi bir konsertlarga borganimizda ssenariy beradilar qo'limizda, tayyor ssenariy. Oldindan yozilgan bo'ladi, navoda ishlarimiz. Bu diktorning ishi-da. Lekin bu misol uchun biza auditoriyani jalb etib bilmasak, biza auditoriyani jalb etib bilmasak, borganimizning nofoydasi bor boshlovchi sifatida. Shuning uchun men o'zimni diktor deb bilmayman. Ya'ni nima deganim? Diktorga aytganimni asoslab berganimning diktorlik elementlari menda uncha ko'p emas. Endi shu o'rinda ahamiyatli bo'lish kerak. Diktor faqat misol uchun tadbir olib boradigan inson ya axborotni o'qiydigan inson sifatida emas. Diktor desa bo'ladi meni qaysi ma'noda? Voice over, ya'ni ovozlashtirish sohasida masalan men diktor desa bo'ladi. Misol uchun men matnni tayyorlayman. Ovozlashtirishda, reklama ovozlashtirishda matnni tayyorlayman. Misol uchun siz uchun eng yaxshilari Nescafe Gold. Misol uchun. Matnni o'qib beribman-ku. To'g'rimi? Lekin uslubiy bo'yoqdorlik bor matnda. Ya bo'lmasa, misol uchun qaysidir bir jiddiyroq reklamalarga ovoz ochib turibmiz. Uni diktor desa bo'ladi. O'zi sizga shu savolni beraj ekanim, bu diktorning turlari bor deb tursiz. Birodingizga. Masalan, siz hozir reklamalarga ovoz beraman deb tursiz. Shular ham qaysidir ma'noda shu qismına kirib ketami uni? Endi shuni ko'rsak bo'ladimi? Endi bu alohida soha desak ham bo'ladi endi, chunki bir-birine ya dublaj deb yurtiram, nima deb yurtiram? Yo'q. Endi uni ovozlashtirish ustasi desa, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Bu holatda sizni fikringiz nechi? Masalan, men o'zim shunday deb hisoblayman. Deylik, bir nutqi yaxshi diktorlikka o'zi iqtidori bor odamdan ham ko'ra, aynan Xorazmda qandaydir bir mashhurroq bo'lgan odamga talab ko'proq deyim. Ya'ni uni nima deydi, suxandonlikka iqtidori bo'lsin, bo'lmasin-da. Ya'ni shuni donasa bo'ldi-da, shuni to'yna taklif etadilar. Siz shunga bo'lgan nechki? Endi buni reyting desak bo'ladi. Kimlardadir masalan sohasi bo'yicha professional, kimlardadir reyting baland bo'lishi mumkin. Aynan shu masalan meni so'rayajak bo'lgan narsam ham professionallarni qorini keltirmaymi shu narsa? Endi yo'q, nechun? Karvon ming rizqi bo'lak. Baribir har doim bo'ladi. Masalan, ko'ngilochar, misol uchun ko'ngilochar dasturlarni boshlovchilarni ham talab hamisha bo'lgan. Bularga talab ko'proq ham. Shoumenlari, komiklari, misol uchun nastreniya beradigan odamlar-ku. Bular ham talab yuqori bo'lgan har doim.
Shuning uchun siz normalniy qaraysiz unga holatni. men to'g'ri qarayman. Noto'g'ri qaraydigan diktorlar ham Endi bor. meni men o'ylayman, masalan, sohada bo'lib turibmisan, insonlarga manfaating deyib turibmi? Xo'p, yaxshi soha bo'yicha mutaxassis emas ekan. Xo'p, sen bundan yaxshiroq so'zlaysan ekan. Lekin bu davraga kirib borganingda sen shu bergan kayfiyatni berib bilasanmi? Gap yerinde. Shuning narsa. Misol uchun kimlarnidir odamlar bu ham Xudoy taolodan. Misol uchun kimlarnidir ko'proq sevimlatadi xalqqa. Kimlarnidir o'rtacharoq. Ular sevimli bo'lishga qaraydi. Meni fikrim shuning. Endi bu sohani daromad qismiga keladigan bo'lsak, eng qiziqli temasi. Aynan suxandon bo'laman degan yoshlar daromadni hozir agar faqat to'ya bog'laydigan bo'lsa, sezonniy deysiz, u stabilni keltirmaydi deysiz. Pul aytib bo'lmaydi. Aynan shundan tashqari yana novlada pul ishlashga harakat qilsa bo'ladi. Misol uchun aytganimning o'zini sohasini mutaxassisi bo'lajak bo'lsa, men televideniya ishga kirishni ham masalan tavsiya etgan bo'lar edim. Qaysidir ma'noda oz bo'lsa ham ozgina oylik bo'ladi. Ya bo'lmasa hozir masalan imkoniyat bor-ku, hozir shunchaki bloger sifatida ham hayajonlarni o'ldirib olishi mumkin. Misol uchun hayajonni biroz bo'lsa-da yo'qotib, odamlarni aldan chiqishdan uyalmaydigan, hijolat bo'lmaydigan, gapini topolmay qoladigan bo'lib qolmasligi uchun, misol uchun buni yaxshi qarayman u tomonlama. Chunki baribir ijtimoiy tarmoqlar bizlarni odamlarga yaqinlashtiradi. Vizual bo'lsa ham baribir yaqinlashtiradi. Chunki masalan blogerlarimizni ham ko'radigan bo'lsak, ular xalq ichiga tushib ham shuning masalan istoriyalarni qo'ygan niyati so'zlab ketib biladilar. Suxandonni o'zina bog'liq bo'ladimi? Deylik bir reklamalarni qabul qilib olishi yoki u faqatgina kutib o'tiramiz o'zina taklif qachon tushadi. Men boshida bekordan bekor aytmadim, ustoz tanlashda adashmaslik kerak. Ustoz tanlashda adashmaslik kerak. Baribir masalan shogird bo'lib borib yuribsiz-ku. Ustozni davrasi seni birinchi bo'lib ko'rib boshlaydi. Seni natijalaringni ustozni davrasi ko'rib boshlaydi. Ustozni o'zi ko'radi va avtomatik ravishda masalan sen yonidan shogird bo'lib to'ya borib tursa, seni o'zlari misol uchun taklif etishlari mumkin. Qarab, ertaga bir kichkina to'yim bor. Shu shogirdingni yubor, masalan, ustozlarning bahasi sal ko'proq bo'lishi mumkin, qimmatroq bo'lishi mumkin. Ustozlar ham shu vaqtda ko'p tavsiya etadilar. Falanning sal qimmatroq, ina shogird bor. Shogird so'p beradi ina deb. Ustozlar faqatgina shuning to'y topib berishi ya'ni uchun emas. Sen davrasini o'rganib olasan. Bu sohani nichali bir ozgina sekretini aytib o'tayim. O'zim boshimda turgan. Nichali katta reytingli insonlarni yonidan boshlasang, sen ozgina ko'tarilgan bo'lasan o'sha. O'sha noldan boshlamaysan. Deyarli noldan boshlamaysan. Ya aytib turibman-ku, daxldor qilgan, masalan, yaratgan shu Ravshanbek ustozimiz yonidan olib borgandan keyin shu rizqimiz qo'shilib keyin masalan Samurabga bizani to'ylar olib borgan vaqtlarda Samura Sapoyeva zo'r nelari borgan, masalan to'ylari borgan, bizani ham yonlarida olib borganlar, insonlar bizani yaxshi to'ylardan ko'rib boshladi. Bu hammasi yaratganni bizlarga bergan ne'mati, menga bergan ne'mati deb bilaman. O'zi men o'ylayman-da, omad degan bu kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'lish. Meni fikrimcha. Agar sen bir millioner bilan ko'rishing kerak bo'lgan bo'lsa, shu millioner hozir ish bola kelsa, "Falan milliard beraman" deb turgan bo'lsa, sen kecha qolsan. Demak, sen kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'lmading. Hozir ozginadan keyin sen millioner bo'lib ketishing mumkin edi. Men shuni fikrlayman. Odamlarda mening tushuncha bor-da. Masalan, agar bir diktor bir to'yni $100 sovib beradigan bo'lsa,
Ha, shunda bir oyda $3000 topadi ekan deydi-da. Oo. Haqiqatdan shundaymi? Endi bu har bir sohada bo'ladigan singari, bo'lgani singari, bizning sohada ham o'zining yarasha rasxodlari bor. Rasxod degani nima? Bizning torimizni siymi uzilib ketmaydi, yo bir apparaturamiz go'yib qolmaydi bizani. Shuni aytaman-da. Aynan novlar aslar ko'pincha xarajat qilasizlar yoki o'zi masalan haqiqatda hamma to'ya $100 chiqilami? Ashulalar ham holatlarni Yerlarni-ku to'liq uning aytib bersak, menimcha to'g'ri bo'lmas. Lekin minna to'liq aytib bering, hech bo'lmasa pul qismini. Rasxodlar borasini keladigan bo'lsak, men ko'pchilikka aytaman, baribir bizani boshlovchi sifatida chaqirgandan keyin davlatda boshlovchi bo'lib turish kerak. Nutqimiz nechali darajada bo'lmasin, tajribamiz nechali darajada bo'lmasin. Bu majburiyatda bo'layman, ishimizning majburiyati. Biza misol uchun yaxshiroq yo bo'lmasa bir solidniy turadigan kiyim-kechaklarni giyishimiz kerak. Chunki yani aytganning falan so'm pul berib chaqirgandan keyin to'ychi loyiq ko'rgani uchun chaqiradi. Chunki u seni avval ko'rgan bo'ladi. O'zingga qarab yurishingni, masalan, ust-boshing yaxshi ekanligini, ko'rinishing yaxshi ekanligini avval ham ko'rgan bo'ladi. Bu o'zini davrasida ham tasavvur etadi seni. Qaysidir bir to'yda ko'rgandan keyin. Boshqa to'yda ko'rgan bo'lsa, u kostyum jozirida ham ko'rgan bo'ladi. Yo'q, unda emas gap, unda emas gap. Toza bo'lsa bo'ldi. Men aytchak emasman. Qimmat narsa kiyish kerak, yo bo'lmasa, nima deydi, ko'p pul sarflash kerak, giyma dejak emasman. Shunchaki toza bo'lsin, did bilan tanlangan bo'lsin. Internetda ko'p chiqib qoladi-da. Har xil masalan yaxshi u narsani haqida gaplashishimcha to'g'ri bo'ladi. Baribir didli bo'lgan yaxshi-ku. Misol uchun arzon narsa giysang ham did bilan giyinsang uni qimmatlatib ko'rsatish muammo emas. Shuning uchun men o'ylayman, baribir did bo'lishi kerak. Bu san'at sohasida hisoblasak bo'ladi bizning yo'nalishdan. Baribir ozgina didli bo'lgan yaxshi. Bu ham ustozlarimizdan o'rgangan narsalarimiz. O'zimizdan o'zimiz emas. Misol uchun o'zimiz tashqi ko'rinishimizga qarab yurishimiz, har kun misol uchun sochimizni turmaklatishimiz misol uchun. Sochingizni turmaklatishingizga kunda borasizmi agar kunda to'y bo'lsa yo o'zingiz uyda to'xtab borasizmi? Men kunda boraman. Ya'ni o'zingiz sizga tushadigan loyihalarni nedan topgansiz yoki ular sizni topib kelganmi? Loyihalar deganimiz, loyihada ya'ni qo'shimcha ina ovozga tushib berish bo'lsin, reklamaga yoki ina bir yerda ochilish marosimi bo'lib turibdi, tadbirlar, hokazo bo'lmasa. Ko'pincha ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgan bo'ladilar. Endi iloji boricha men harakat etaman, nachundir shu narsani bir zo'r uddasidan chiqa olmay turibman. Instagramga faolroq e'tibor qaratishdan. Savollar ichida bor edi shu narsa, shudan to'xtalib o'tavering ko'rinishimda. Nechun ijtimoiy tarmoqlarda faol emassiz? Shu nachundir men o'zim odatlanib bilmadim-da shu narsaga. Misol uchun to'yga boramiz, shunchaki to'yni yugur-yugurlari bilan endi yugur-yugur desak ham bo'ladi uni. Misol to'yni tashkillashtirishni o'zi ham bir qaysidir ma'noda mas'uliyatli ish. Chunki kimdir 25-30 yil mehnat etib, shu dasturxonni yozib turibdi, shu to'yni o'tkazib turibdi. U bir yaxshi san'atkorni gaplashib qo'ydi to'yna va uni mas'uliyat bilan o'tkazish bizning vazifamiz. Ketma-ketligini to'g'rilash, misol uchun so'z berilishi kerak bo'lgan odamlarni ertaroq yozib olib qo'yish, ularning niyada o'tirganini bilish, gelin salommi degan marosimlarimiz ham hozir kechki to'ylarimizga ko'chdi. Va ularni nazorat qilish, ularning vaqtida o'tkazilishini boshqarish hammasi baribir qaysidir ma'noda vaqtni olib qo'yadi. Endi vaqt olib qo'yadi deb menimcha o'zim odatlanmagan bo'lsam kerak-da. İstesam vaqt topiladi baribir. O'zim odatlanolmayman. Hozir masalan aynan novuni to'siq sifatida sabab etib ko'rsatgan bo'lar edingiz hozir. Novuni yurtmaganingiz uchun. Shu yo'nalishdagi erinchakligim. Erinchakligim bor shu yo'nalishga. Boshqa
deylik ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan suxandonlarni chatib uni uddasidan chiqib turibdilar. Urug' qaratib, ular qo'shimcha SMMchi tutib qo'yibmi yani? Menimcha shunday bo'lsa kerak. Qo'shimcha SMMchi bo'lsa kerak menimcha. Ko'pchiligida shunday. Qarang, siz masalan suxandonlik tanladingiz. Biz bilan bu o'zingizning ishtirokingiz bilan bog'liq bo'lgan narsa-ku. Shunday bo'lgandan keyin bu sohada o'zi ishlab topish mumkin bo'lgan pulni cheklovi bormi? O'zi men nechun pul haqida hozir doskональный ayta olmayman, bilasizmi? Chunki bizning ishimiz kuni keladi. Umuman masalan kun davomida bizani bo'sh vaqtimiz qolmaydi. Azonda kimdir 10 da ochilish qo'ysa, keyin agar xizmatimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kelin salomuna boramiz 12-1 arasi. Agar shaharda bo'lsa, uzoqroqda masalan bo'ladigan bo'lsa, ertaroq chiqib ketish kerak bo'ladi. Keyin kechki to'y. Kun davomida biz bekor bo'lamiz. Hattoki masalan kelishimizda уже masalan Telegramdan yo telefon etib ovoz buyurtma etib ham qo'yishlari mumkin reklamaga. Demak, biz keldik azonda demak 8 da turadigan bo'lsak, 7:30 da turadigan bo'lsak, o'zimizga qarab, giyinib, daranib chiqamiz deyinchamiz, уже yaqin tadbir ochilish boshlanadigan vaqt. Bor, tayyorlab turincha. Ochilish boshlanadigan vaqti to'g'ri keladi. Keyin ana ketdi. Geshda masalan 10 da kelamizmi, 11 da kelamizmi, keyin reklamani ovozini tushib 1 soat, 1,5 soat ketadi unga ham. Topshirib beramiz. Kuni bo'yi tig'iz bo'lishimiz mumkin. Shunning kunlar bo'lishi mumkin. Kuni bilan bekor bo'lishimiz mumkin. Buni aniq shuncha ham hisoblab bo'lmaydi-da. O'zi masalan shuni nima desam ekan, suxandonni pulini stavkasini oshirish yoki qo'shimcha reklamalar olish, agar ijtimoiy tarmoqlarni faol yuritib turgan bo'lsa, u yerdan masalan reklama ham qabul qilib olish mumkin. Shuni ham ko'paytirib boraverish insonni o'zina bog'liqmi yoki o'zina bog'liq bo'lmagan faktorlar ham bormi? Endi bu algoritmlar bilan ham bog'liq, o'zimiz bilan ham bog'liq. Mendan-chi ijtimoiy tarmoqlar borasida haddan tashqari talablarim ko'pdan meni. Filtrlarim ko'p. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladigan postim yo bo'lmasa bir video material bo'ladimi, foto material bo'ladimi, shuni qo'yishda menda dim ko'p filtrlar bor. Va blogerlarning ko'pchiligi filtr qo'yishga qarshi, bilasiz o'zingiz ham. Istoriyani tushdingmi, ko'rma qaytadan deydi. To'g'ri qo'y ber deydi. Shu narsa bor. Men so'zladim, nechundir men xayolimda men diktor, men xato aytishga haqqim yo'q. Men boshlovchi, men xato aytishga haqqim yo'q. Shuning narsa nechundir menda o'rnashgan. So'zlayman, nechundir bir yerlar yoqmaydi, bir yerlarni chaynalib ketdimmi deyman. Shu bilan qo'yilmaydi istoriya. Shu filtrni o'chirish kerak va bu filtrni o'chirishni включателini topolmayapman. Asosan shunda ko'p talablaringiz bo'lgani uchun, qo'y shuni chiqarmang, qo'yaveradi turib, keyin so'p qo'yasiz. Suxandonlarni stavkasini kim yoki novalar belgilaydi? Suxandonlar stavkasini o'zi belgilaydi. Suxandonlar stavkasini o'zi har bir inson o'zini baholab bilsa kerak. Yoki bir bozor bahosi bor, shundan kelib chiqib o'zinikini tanlaydi. Yo'q. Uning narsa yo'q. Yo Instagramdagi podpисчик sonuna qarabmi yoki masalan men shunchalar pul chiqaman deb turib, agar masalan oshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, nima qarab oshiradi? Dollarga qarabmi? Yo'q. Doğrusu bu narsa aniq bir narsani aytib bo'lmaydi, tafsilotini aytib bo'lmaydi. Baribir ham deshdavaraqlardagi narx-navolar ham ta'sir etadi. Misol uchun qaraysan, baribir miyamizda filtr bor-ku bizani. Miyamizda filtr bor. Bu masalan birovni ko'ra olmaslik yoki bo'lmasa birovning kissasini sanash emas u. Shunchaki sen o'zingga baho berib bilishing uchun boshqalarning bahosini bilishing kerak-ku. Baholarni bilgandan keyin misol uchun sen ham ko'tarishing mumkin. Keyindan. Agar shu ko'tarishni o'zingga loyiq deb bilsang, seni mijozlaring shu seni narx ko'targaningga
seni qo'llab-quvvatlab bilsalar, seni masalan xizmat aytib bilsalar, ko'tariladi bu narsa. Bu sohani odamlarni ko'rmaydigan eng bir og'ir dalimi, qiyin tomonlari nima? O'zi aslida hammani sohasi bizning ko'zimizga yengil bo'lib ko'rinadi. Lekin har kasbning o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Lekin ko'pincha bizning soha shu fikrlardan sal boshqacharoq deb o'ylayman. Dum haddan tashqari bir qiyin tarafi bor deb bo'lmaydi. Lekin haddan tashqari ideal kasb deb ham bo'lmaydi. Aynan sizga qaysi tomoni yoqmaydi shu sohani? Shu vaqtcha yoqmaydigan taraflari haqida o'ylab ko'rmabman ekan, to'g'risini aytsam. Ko'pincha bunday holat yuzaga keladi. Misol uchun bizlar ham ozmi ko'pmi tajribamizdan kelib chiqib, xizmatga borgan joylarimizda tavsiyalar beramiz. Tavsiyalar beramiz. Nechun beramiz u tavsiyalarni? Shu to'y chiroyli bo'lib o'tishi, mazmunli va tartibli desak, bu tartib degani odamlar ko'rib o'tirib ketgani emas, u tartib hisoblanmaydi. Tartibli deganimiz hamma o'ylagan rejalarimiz vaqtida amalga oshsa. Shu tartibli to'y desak bo'ladi shuni. Bizani tarafdan olib qaraydigan bo'lsak. Ko'pincha to'yga borganlarimizda, shuni tavsiyalar berganimizda bu narsalarga amal qilaslar kelmaydi va o'zlarini fikrlarini aytadilar, fikrlarini bildiradilar va albatta qo'llab-quvvatlaymiz, chunki biz xizmatga bordik. Qo'llab-quvvatlaymiz va bu kutganimizdek natija bermaydi. To'ychi kuningizda olmay qoladi. To'ychi kutganimizdek natija olmaydi, o'zini ham kayfiyati tushadi. Va to'yni ham sal ketma-ketlikini ta'sir ko'rsatib qo'yadi bu narsa. Buni qiyinchilik deb aytib turganim yo'q lekin. Bu qiyinchilik emas. Bu shunchaki bir anglashilmovchilik. Tushunarli. O'zimning qarorda qiyinchiligi yo'q deb hisoblaysiz o'zingizda bu sohani. Siz misol uchun qachon kasb deb tutasiz? Qachon sizning sevimlingizga aylanadi bu kasb? Shundagina kamchiliklarni ko'rmay boshlaysiz, ko'z yumib boshlaysiz va uni kamchilik hisoblamay boshlaysiz. Qiyinchilik hisoblamay boshlaysiz. Agar shunday bo'lgandagina siz o'zingizni sohasini tanlabsiz deysiz. Ava, shunday bo'lgandagina, masalan, siz kasbingiz bilan qaysi faoliyat bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar, siz har shu ishni aytgan vaqtingizda haz etasizmi? Misol uchun, ko'nglingiz joyina tushami? Shu menimcha aynan sizning kasbingiz bo'ladi. Bizlar ham misol uchun xizmatlardan chiqqanimizda shunday zo'r bo'lsa, haqiqatda biz o'zi kasbiy faoliyatimiz nuqtai nazaridan xonadonimizga kech boramiz. Misol uchun to'ylarimiz kech tom bo'ladi-ku, 10-11 tom bo'ladi-ku. Inson uxlaydigan vaqti-ku, xoriydigan vaqti. Agar shu to'y zo'r bo'lsa, shu tadbir zo'r bo'lsa, shunday zo'r energiya keladi. Buni dil bilan tushuntirish qiyin-dan to'g'risi. Buni agar qisqatib ko'rganlar bo'lsa, hamkasblarimiz buni albatta biladi. Shuning kayfiyati yuqori bo'ladi. Kasbingiz sababli oilangiz yoki shaxsiy hayotingizda nimadir qurbonatganmiz? Yo'q, menimcha unday narsa bo'lmagan. Kasbim sababli albatta oilama ajratadigan ko'p vaqtni qurbon etgan bo'lishim mumkin. Chunki aytganimizdek biz geshda ishlaymiz va qarindoshlar, masalan, og'aynilarimiz, qadrdonlarimiz bilan ko'rishish odatda ko'pincha muammo bo'ladi. Chunki hamma kunduzgun ishlab geshda dam oladilar, tadbirlara boradilar, misol uchun tashkillarga boradilar. Biz afsuski kasbimiz nuqtai nazaridan aynan shu momentida ishda bo'lamiz. Menimcha qurbonlik bo'lmasa kerak, lekin asosiy shu tomonda menimcha biz oqsoqroqmiz, to'g'risini aytadigan bo'lsak. O'zingizda charchab hammasini tashlab bo'ldi, men bu ish bilan shug'ullanaman degan vaqt bo'lganmi? Hozircha yo'q. Hozircha unday narsa 8 yil davomida 8 yil davomida bo'lmadi hali. Endi bo'lmasa, chunki
ustozlardan endi kimlardandir masalan ustozlar ko'p-ku. Misol uchun bu sohada bizadan aldiroq chiqqan, oz bo'lsam aldiroq chiqqan insonlar bizlar ustoz hisoblanadi. Bu Xorazmda ustoz shogirdchilik an'analarini bir uzviy bir ajralmas bo'lagidan bu narsa. Hozir aytib turgan narsam. Ya'ni faqat bizada bo'lsa kerak. Men o'zimdan bir kun oldin chiqqan insondan ustoz hisoblayman. deydigan narsa faqat menimcha Xorazmda bo'lsa kerak. Shuning uchun lekin eshitganlarim bor haqiqatda. Ko'pincha yoshi kattaroq ustozlardan eshitganman shu narsani. Ya'ni men xoridim to'g'risi. Bu to'yni, konsertlarni ovozlaridan xoridim. Bu vog'irdilardan xoridim. Bir tinchgina dam olib yotsam edi degan bir noroziliklarni eshitganman-da. Lekin hali menda bo'lmadi. Endi bilinmam. Baribir har bir inson individual-ku. Har bir inson o'ziga xos. Balki menda bo'lmas uning narsa. Chunki men ham hamma yosh katta ustozdan eshitdim dejak emasman. Ayrimlarini eshitganman. Hozirgi kunda o'zingizni muvaffaqiyatli suxandonman deb hisoblaysizmi? Qaysidir bir jarayonlarda bir natija ko'rsatgan bo'lishimiz mumkin. Agar deylik o'zingizni bir to'laqonli muvaffaqiyat qozondim deb hisoblamasangiz, qaysi holatda o'zingizni bir muvaffaqiyatga erishdim deb hisoblar edingiz? Zo'r savol. Hozir meni ko'pincha nima o'qiyapti, bilasizmi? Sohamda. Bu sohada ilm olish, haqiqatda ilmini olish. Ya'ni poytaxtdagi tajribali ko'p yillardan buyon shu o'zbek adabiy tilida shu faoliyat ko'rsatib kelayotgan ustozlardan ta'lim olish hozir meni o'ylantirib yuribdi. Nechundir ko'nglim og'riydi. Ustozlarimdan ko'p narsa o'rganganman. Lekin bir yana ham o'rganasim bor. Televideniya sohasida masalan zo'r natijalarni ko'rsatgan. Prezidentimizni yonida boshlovchi sifatida faoliyat olib boradigan, misol uchun prezidentlarni misol uchun qarorgohlarga taklif etadigan ovozlar bor. Nodir aka, Nur Muhammedov. Yoki yangi yilda tabriklab chiqadigan shunday odamlar bor. Shularni tajribasi ham nechikdir meni o'zini tortib turibdi. Va albatta yaqin kunlarda albatta shularni ta'lim. Hozirlarda masalan o'zingizning ichingizda shunday bir narsa o'tadimi? Men o'zimda shunday narsa o'tadi-da. Bir ish bilan shug'ullanib turibman. Shu ishga men nima deydi? Yeterli darajada professional emasman. Loyiq emasman bu ishga deganing. Ya'ni yana ustimda ko'proq ishlashim kerak o'xshaydi degan. Aynan shu narsa hozir menda turibdi. Biza tengdosh bo'lganimiz uchunmi balkim fikrlarimiz shu o'rinda kesishgan bo'lishi mumkin. Lekin albatta menimcha o'rganishda davom etaverish kerak. Biza hozir bu yerda misol o'zbek adabiy tilida qaysidir ma'noda bir so'zlaymiz, davra olib boramiz deb yuribmiz. Lekin bizning kamchiliklarimiz eng zo'rlarini yonida bo'lganimizda yaqqol seziladi. Va albatta shu xatolarni to'g'rilasak qalbimiz orom topadi. Yana qarang, yoshlar sohaga kirib keladi-ku. O'zi ko'pincha ota-onalar diktor bo'laman degan vaqtida bolasi ish sabablariga ko'ra ruxsat bermasa kerak deb o'ylayman-da. Ya'ni bo'lishi mumkin har xil chalg'ituvchi omillar, mashhurlik bo'lishi mumkin, yoki geshda xizmat qiladigan bo'lsa, yo bir ichkilikka berilib ketishi mumkin deb o'ylaydilar. Yomon odamlarga qo'shilib ketadi. Yomon odamlarga qo'shiladi, yoki bir qizlarga qiziqib ketishi mumkin degan qo'rquv bo'lishi mumkin ota-onada. O'zi yangi shu giraman shu sohaga deganda nechik xavf-xatarlar kutib turibdi oldinda. Haqiqatan shu narsa bormi yoki mifmi bu narsa? Xavf-xatarlar. Menimcha hozir bizning yangi O'zbekistonimizda geshda yurishda ham hattoki menimcha xavf-xatar yo'q. Yurtimiz tinch, Xudoga shukr. Xavf-xatarlar deganimiz endi baribir insonning o'zina bog'liqda. Baribir
farzandni o'zina bog'liq. Farzandga bergan tarbiyasina bog'liq. Agar misol uchun o'zi bergan tarbiyaga ishonmasa ota-ona, bunda baribir o'tirmasin kasbi. Misol uchun o'zing farzandingni tarbiyalab turibsan. Lekin sen o'zing farzandingga ishonmaysan, misol uchun geshda ko'chaga chiqarib bermakka qo'rqasan farzandingni. Ha, desa yomonlara qo'shilib ketadi. Bu tarbiyangda nuqson borligidan qo'rqasanmi? Misol uchun sizni o'zingiz ham shunday nalar bilan duch kelganmisiz? Deylik bo'lishi mumkin-ku, shunday borgan vaqtimizda. Bizning O'zbekistonimizda menimcha yo'l to'sarlar bo'lmasa kerak geshda yurganda. Endi ibning narsa. O'zing to'g'ri bo'lsang, desh davraking to'g'ri bo'lib boraveradi. Ko'pincha yoshlarimizni buzadigan menimcha jo'ralari bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yaxshi insonlarga yursang, sen ham yukshad dedi-ku. Qarang, endi siz bu an'anaviy savollardan birisi bir odam shunday ishtiyoq tug'ildi. Qiladigan ishlarini ketma-ketlikda belgilab bering. Ozginama men diktor bo'laman dedi. No'dan boshlasin ishni. Demak, siz boshlovchi bo'jak bo'lsangiz, birinchi navbatda, ya'ni aytganimdek, yaxshi ustoz tanlang. Xo'p, birinchi navbatda ustozni yoniga bordik. Ya aytib o'tganingizdek, ularda shunday xayrixohlik bor, ya'ni shu yoshlarga yordam beraman deb turibdilar. Qo'shimcha yana no'larni qilgan. Yaxshi. Ustoz yana borsindan ustozni har bir harakatini diqqat bilan kuzatsinlar. Har bir harakat. Iloji boricha, misol uchun shu kasbga kirib kelding, diqqat bilan kuzatsin. Agar sen shu insonni muvaffaqiyatli ustoz deb hisoblaydigan bo'lsang, bunda qandaydir bir baribir g'ayroddiy narsa bo'ladi. G'ayroddiy deganim tan olish ham muhim deyaksiz. Borajak bu ustozning. Baribir masalan kimnidir kumir sanasang, shunga baribir avtomatik ravishda o'zing borib-qolganingni bilmay qolasan-da. Shuni yo'nalish tanlaganingni, shu insonga o'xshab qolganingni sezmay qolasan. Shuning uchun diqqatli bo'lish kerak. Hamma jarayonda diqqatli bo'lish kerak. Bizda faqat masalan davraga chiqib chiroyli davrani o'tkazib berish emas. Bizda bundan ham muhimroq bor. Misol uchun hozir bizlar telefon orqali bog'lanadilar-ku, ya'ni Instagramda yozadilar. Shu muomala madaniyati deganim shu o'rinda. Bizlar ustozlardan o'rgangan eng katta narsamiz shu. Boshda aytganimdek, men introvert bo'lganman. Kim bilandir yaxshi muloqot etib bilmaganman. Kimnidir xafa qilib qo'yaman deb o'ylar edim hamma vaqtda. Lekin ustozlar birinchi aytgan narsasi gulib yur. Gulib yurish kerak. Chunki sen ishonchli ekanligingni bildirasan. Sen ishonchli, samimiy inson ekanligingni bildirasan. Qalbingda kiring yo'qligi seziladi. Kimdir masalan rangingni buzib salom berganing bilan gulib salom berganing farqi bor. Ikkinchi, xizmat gaplashish. To'y aloqaga chiqdilar. Sen boshqa insonlardan farqli ekanligingni, seni nutqing ravonroq ekanligini telefonda gaplashganingda to'ychi bittada sezadi. Birinchi filtr u. Birinchi filtr. Assalomu alaykum masalan. Dadil o'zingga ishongansan, oddiy narsalar bu. Oryan tarafi yana ham izi bor. Misol uchun yana ham gaplashiladi. Bu narsalarning hammasini ustozlardan o'rganganmiz. Ustozlar gaplashadi to'ychi bilan. Ya bo'lmasa xizmatga borganda ustozlar xizmatdagi odamlar bilan gaplashadi. San'atkorlar bilan gaplashadi. Qaysi san'atkor bilan gaplashadi. Qaysi san'atkor nomini yoqtirmaydi. Hamma narsani bilib olsa bo'ladi. Ikkinchi e'tibor qaratiladigan jihat albatta o'zini ustida ishlasinlar. Shuni ham ochib bersangiz, aynan o'zini ustida ishlasinlar. Dollar urib qaratsin. Ustoz dedim-ku. Ustoz yana bordik, misol uchun ustoz yanında bir obedda borsak 1 soat, gelin salom boradi, bo'lsak 1 soat, kechda xizmatda 3 soat vaqt o'tiramiz. Umumiy 4 soat vaqt o'tiramiz. Demak, bizani yana 4 soat vaqtimiz bor. Misol 8 soatni umumiy sen shu yo'nalishga sarflaydigan bo'lsang, 8 soat menimcha hali kam ham. Boshida dim kamdan, chunki butun vujuding bilan singadigan bo'lsang, shu soha tezroq natija erishsa bo'ladi deb o'ylayman.
Barana 4 saat. İnternet köle, misal üçün yaxşı boshlovchilarni kuzat. Men aytganimni yozib chiqisham yaxshi variant, men tavsiya etgan bo'lardim ko'pchilikga, chunki hozir qo'lda yozisham mencha yoddan chiqadi o'xshaydi. Qo'shimcha mahorat sifatida ko'riladi. Bu qo'shimcha mahorat, albatta. Yozib chiqsinlar, hop, telefonni zametga sana ko'chirsin хотя бы. Shu narsalar yozib chiqsalar bo'ladi, bu yaxshi natija beradi. Albatta kuzatish kerak kimnidir. Ko'p hozir YouTube'da menimcha nutqni ravonlashtirish haqida, masalan, nafas mashqlari haqida dim ko'p informatsiya bor. Dim ko'p ma'lumot bor. Men hozircha eshitaman. Agar qarang, shuni masalan, hozir siz bergan tavsiyalarni to'g'ri ketma-ketlikda bajarsa, odam necha vaqtda shu sohani o'zlashtirib biladi. Bu sohani o'zlashtirish aytganimdek to'xtamaydi. Tajriba ketadi. Deylik, o'zi bir mustaqil birinchi to'yni qabul qiling. To'yni qabul qilingcham. Agar yaxshi mahkam yopishib, masalan, shunga intilama, shuning bolalar, qizlar bo'ladi o'zi. Chunki yonib turgan bo'ladi-da. Bulara natija ko'rsatishi dimonsat. Haddan tashqari maqsad. Endi yigitlar biroz qiyinroq, bizning kasbimiz, yigitlar o'zi natija ko'rsatishi kerak. Shu ham bor. Qizlarimiz bo'lsa, sal yengilroq. Chunki bizlarni ko'pincha sherik etib chaqiradilar to'ylarga. Duet etib chaqiradilar. Duet boshlovchilik. Endi shu yerda masalan tandemda ishlaydigan qizimizni biza belgilaymiz. Bo'lishi mumkin. To'ychi masalan siz aytadi u. To'y qilib turgan odam bizlara menga aloqaga chiqadi. Misol uchun kimdan tavsiya etib bilasiz yaningizda? Masalan, bu qizlarni tavsiya etib bilaman. Xo'p, endi hozir qizlarimiz ham aloqaga chiqib gaplashib turibdilar. O'yinlar ham bo'ladi. Lekin ko'pincha masalan yanimizda boradigan qizlarimizni belgilaymiz, misol tavsiya etamiz to'ychilarga. Shuning qizimiz bor. Bir ko'ring. Ular ham sizga shogird bo'lib keladimi, qizlar? Endi yo'q. Hali qiz bola shogirdim bo'lmadi. Endi tayyorlanib yuribdi bir shogirdimiz. Siz o'zingiz qaysini ma'qul ko'rasiz? Bir o'zingiz olib borganingizmi yoki sherik bilan? Endi kasbimiz nuqtai nazaridan baribir sherik bilan ishlash bizlara qulayroq. Qulayroq deganim nechik? Siz bir sherikingizga qaradingiz, muloqot etib turibsiz, gaplashib turibsiz. Bizning qonqonimizda bor-ku. Ikki odam gaplashib turgan vaqtida eshitasin keladi. Bormi? Bor. Eng na tarafi shu. Ikki odam gaplashib turibdi, misol uchun. Hurmatli hamkasbim, shuning so'lashib turibmiz. E'tibor tortadi baribir. Endi baribir birov qarab so'rlasang ham u ham e'tibor tortadi, lekin qaysidir ma'noda erkinroq bo'lasan, fikringni to'ldirib turadigan insoning bo'ladi, masalan, yoningda tasdiqlab turadigan. Endi u mijozning o'zini talabiga qarab to'g'ri. Sizni o'zingiz menga muammo emas, masalan, boshlovchilarning ko'pchiligina muammo emas, bir o'zi to'y so'rish. Siz o'zingiz tadbirlarda qatnashgan siz uchun eng yaxshi juft kim? Endi bu narsani hammasi o'zina xos. Hammasi o'zina xos. Endi qaysi bilan chiqish sizga ko'proq qulaylik keladi? O'zi odatda men menimcha hech kim ham sherik tanlamasa kerak. Hozir boshlovchi sifatida faoliyat ko'rsatib turgan qizlarimizdan hammasi o'zina xos, nutqi bor, o'zina xos go'zalligi bor. Eng qulayda biridan solishtirib bo'lmaydi. Ko'p borib turganlarimizni buni aytib o'tirisham hojat yo'q. Instagramlarimiz kuzatsalar o'zlari biladi. Men kameraga qarab so'zlab turganimga hayron bo'lmanglar. Podkastda kim kameraga qarab so'zlaydi deb shunchaki biz kasbiy faoliyatimiz nuqtai nazaridan kameraga qarab so'zlash odat bo'lgan. Shuning uchun sizlar ham o'zlaringizga yaqin ko'rib kameramga qarab qo'yib turibman. Hammangiz yaxshi ko'ramiz. Hozir qarang. Aynan kimni ijodini tan berasiz? O'zingizning sohangizda. Kimni ijodi? Ustozlarimizning ijodi, конечно. Ustozlarimizni hozircha o'rganadigan narsalarimiz ko'p hali.
Endi shu suhbatimizning oxirida o'zingizdan kelib chiqib, shu sohani tanlashni o'zini aldidan maqsad qilgan yoshlarga bir maslahat bersangiz. Agar sizlar shu sohani tanlash ilinjida bo'lsangizlar, niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizda katta turinglar. Kim navda ishidan qat'iy nazar faqat o'zlaringizga ishoninglar, o'z ustilaringizda ishlanglar va nafaqat bizani yo'nalish, bizani soha, balki istalgan yo'nalishda qat'iyat, intizom bilan harakat qilish faqatgina yaxshi natijalar olib keladi. Men biron marta eshitmaganman, men harakat etdim, men yotmin turmin ishladim, mehnat etdim, lekin ko'zlangan natijaga erishmadim degan insonni menimcha kamdan kam uchratsak bo'ladi. Bu insonlarni, masalan, shunday agar bo'lsa, ma'lum bir natija ko'rsatilmagan insonlar bo'ladigan bo'lsa, demak qayerindadir xatolarga yo'l qo'yganlar, kimlar bilandir munosabatlarni yomonlashtirganlar, shular asos bo'lishi mumkin. Lekin qat'iyat, intizom, harakat bilan menimcha istalgan natija erishsa bo'ladi. Shuning uchun ukam, singlim, harakat eting. Endi menimcha shuning desak haqqimiz bor. Kelajagimiz sizlarning qo'lingizda. Biza ham qaysidir vaqtda bu sohadan chiqib ketamiz. Chegaralangan yoshimiz bor. Ertang yuzimiz qariydi. Keyinchalik ovozimiz masalan hech kimga kerakmaydigan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kelajak baribir sizlarning qo'llaringizda va albatta bu soha ham bo'sh qolmasligi kerak va eng meni so'ntiradigan tarafi hozir ko'p soha sun'iy intellekt kirib kelib turibdi-ku. Bu sun'iy intellekt bizning ishimizni ola olmaydi. Gologramma chiqib tursa bo'lar-ang o'rnimizda. Menimcha bu narsani bu sohani o'rnini olib bilmasa kerak. Televideniyada ya internetda olib bilishi mumkin, lekin real hayotda boshlovchini o'rnini sun'iy intellekt ola olmaydi. Bu meni fikrim. Qarang, shu oxirgi savol. Ma'lum bir yoshga borsangiz, o'zi qarang. Bu sohada necha yoshdan keyin pensiya chiqsa bo'ladi? Shuni bir net ko'rganmisiz? Necha yil umri bor bu sohani? Bir insonning umri o'larakda. Bizani yaratgan Parvardigor, bizani rizqimiz bilan yaratgan-ku. Va Alloh taolo bizani qachon xalqni nazaridan qoldirsa, menimcha shunda to'xtatishimiz to'g'ri kelsa kerak. Lekin ko'pchilik buyuk, masalan, boshlovchilar, shu soha vakillari, ustozlarimiz vafotinacha shu soha bilan chambarchas bog'liq bo'lganlar. Shogirdlarni tayyorlaganlar. Misol uchun o'zlari ham agar ko'rinishlari nuqtai nazaridan to'g'ri kelmasam, ovozlari bilan masalan faoliyat ko'rsatganlar. Shuning uchun menimcha bu chegaralangan yoshi bo'lmasa kerak. Agar masalan istalgan kasbda zamon bilan hamnafas bo'linsa, inson eskirmaydi. Menimcha. Ya'ni siz qaysidir yo'nalishda hozir sun'iy intellektga kirib turibdi ham aytdik-ku. Misol uchun bizning kasbda sun'iy intellekt qo'llagan holda, misol biza asosiy muammomiz boshda boshlovchi sifatida shogird bo'lib yurgan vaqtlarimizda asosiy muammomiz matn edi. Misol biza o'zlarimizda o'qishimiz kerak edi, yo bo'lmasa qaysidir bir kitoblardan ko'chirishimiz kerak edi. Hozir ChatGPT bizlara вообще dahshat tekstlarni, matnlarni tayyorlab beradi. Dahshat tavsiyalarni beradi ChatGPT. Ya'ni hozir ham sizlar ham shu bilan foydalanamiz. Foydalanamiz. Zamon bilan hamnafas bo'lish bu yomon ish emas, bu kerak ish. Chunki misol uchun hozir ko'pincha zamonaviy so'zlar ketgandi-ku. Bularni albatta qo'llash kerak. Chunki insonlarning quloqiga yaqin jumlalar, masalan, trend degan so'zlar, auditoriya degan so'zlar, chet eldan o'zlashgan so'zlar, bularni obunachi degan masalan nalari bor o'zbek tilidagi. Lekin biz trend desak, odamlarning quloqiga yaqinroq jaranglaydi. Shuning tavsiyalarini berib biladi ChatGPT. ChatGPT umuman sun'iy intellekt, AI lar. Endi agar siz bir 70 yoshga kelganingizda
nechik ishlarni qilib qo'ygan bo'lishingiz kerakki, Mhm. rozi holatda bo'lishingiz uchun. Ya'ni Ya, hayotimdan rozi bo'lishim uchun- qaraganingizda vaqtingizda nov ishlarni qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak edi. Ha. Kasbiy faoliyatim nuqtai nazarimdan Nafaqat kasb o'zi umumiy holatda. umumiy holatda. Umumiy holatda endi har kim, har bir insonning o'zini orzulari bor. Men ko'pincha dunyo aylanishni istayman. Ko'p. Lekin hali nasib etmadi. Chundir vaqt masalasida menda asosiy muammo. Xizmatlar xullas. Vaqt masalasida endi albatta chet el sayohatlarni boshlash niyatim bor tez kunlarda. Va shularni safini kengaytirish. O'zim men sayohatga borishni xohlaydigan joylarim haddan tashqari ekstremal joylarga borishni xohlayman. Surfing deydi, jumping deydi, bular hammasida tushib ko'rasim keladi. Hatto yaqinda Antarktida borib keldilar-ku. Oshom meni jonli qiziqtirdi. To'g'risi, ekstremal narsa u. Uni hamma guvohi bo'lavermaydi. Masalan, Turkiya, Kapadokiya, boshqa yerlara, Antaliya degan yerlara yilda borib kelish mumkin. Lekin uning sayohatli hayotingda bir marta bo'ladi. Chunki uning adrenalini olgandan keyin yerga yetib bormasang kerak. Shunday narsa. Asosiy shuning. Ota-onani roziligi birinchi navbatda eng oliy kasbimdagi maqsadim esa, yana aytganimdek, muhtaram prezidentimizni oldinda boshlovchilik qilish. Tushunarli. Sizga katta rahmat Feruzbek. Vaqtingizni ayamayinganingiz uchun maroqli suhbat bo'ldi. Boshqalar ham manfaat oladi deya umiddaman. Rahmat. Ishlaringiz rivoj. Rahmat katta chaqirganlaringiz uchun. Aytganimdek, bir kichkina bir hali bunda bir ko'p tajribamiz yo'q. O'zlarimiz bilganimizcha, o'zim bilganimcha, o'zimning tajribamdan o'tganicha men so'zlab berdim. O'zi hali 8 yil bo'lgan bo'lsa, bu 8 yil men ko'p deb bo'lmaydi. Ko'p vaqt deb bo'lmaydi tajriba uchun. Shuning uchun balkim bir yana 10 yillardan keyin bir nerlardadir bir intervyu bersam, bu so'zlarimizni, bu fikrlarimni mutlaqo tersini aytishim mumkin. Xato bo'lib chiqishi mumkin, chunki inson tajribasi davomida xatolarni ko'rib boradi, xatolarni ustida ishlab boradi. Shuning uchun albatta. To'g'risini aytsam, men ko'p intervyu olganman. Insonlardan televideniyada, masalan, radioda ko'p intervyu olganman, lekin meni o'zim birinchi marta intervyuga kelib turibman. Birinchi marta intervyuga kelib turibman. Intervyu endi podkast kelib turibman, buning suhbati. Biroz mas'uliyatli bo'ladi ekan, qiyin bo'ladi ekan. Lekin mo'yaqti manfaatli bo'lgan bo'lsa, kimgadir foydasi deyadigan bo'lsa, qaysidir bir ukamiz, singlimiz shu podkastni ko'rib ilhomlansa, motivatsiya olsa, harakatni boshlasa, bundan faqat so'namiz. Podkastimizni bu sana ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizda da yana bir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, izoh qismida yozib qoldiringlar. Ham desa keyingi mehmonlarni kim bo'lishini kerakligi, qaysi soha mutaxassislari bo'lishi kerakligini ham yozib o'tsangizlar, biz keyingi sonlarda shu mutaxassislarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.